Assalomu alaykum. Bugun hamsuhbat loyihasini 5-sonni suratga olish jarayonini boshladik. Bugungi mehmonimiz Abror Elchi nomi bilan tanilgan Abror aka mana ko'rsatuvimizda mehmon bo'lib turibdi. Bu yoqda Almas savdo markazi rahbari Olimjon aka Ahunovlar. Ko'rsatuvni boshladik. Abror aka, sizni anchadan beri kuzatadigan odamlar bor, lekin siz haqingizda to'liq ma'lumot bo'lmasligi mumkin. O'zingiz haqingizda batafsil ma'lumot bersangiz, shu bilan suhbatimizni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu ko'rsatuvga omad tilayman. Rahmat. O'zimizda Andijonimizda shunaqa hamsuhbat nomi ostida podkastlar uyushtirishayotganidan xursandman. Kimdir olib chiqish kerak. Andijondagi tadbirkorlarni, ijodkorlarni shaxsiyatini ochib berish kerak. Chunki Instagram boshqa, YouTube boshqa, insonda shaxsiyati, yashash tarzi boshqa. Xudo xolasa, o'zimiz haqimizda gapiradigan bo'lsak, oddiy Abror Elchi, yoshim 27 da. Asakalikman. Asakaligimdan, andijonligimdan, o'zbekligimdan faxrlanaman. Shu 38 million aholining ichida oddiy Abror Elchiligimdan faxrlanaman. Uylanganmiz. Tugallanmagan oliy deydimi? Ma'lumotim shu. Bakalavr. Shunaqa. Qaysi yo'nalishda aniq? Soliq va soliqqa tortish. Nimaga ishlamadingiz? Insonda bir maqsad bo'ladi-da. Ya'ni tadbirkor, biznesmen Jahongir Ortiqxo'jayevga havas qilaman. Bizneslari qatori juda keng. Shu insonga o'xshashni havas qilib, O'zbekistondagi 5 ta organ bo'lsa, ularning ichida soliq asosiylaridan bo'ladi bir kun kelib. Chunki Amerikada ham pulni boshqaruvi. O'zimni moliyamni boshqarish uchun, o'zimni bizneslarimni zashta qilish uchun men soliq o'qishga kirganman. Lekin u sohada o'qimayman. Ya'ni ishlamayman. O'zimni soliqlardan zashta qilishim kerak. Soliq kodeksini yaxshi bilishim kerak. Haqiqiy tadbirkor har sohada mukammal bo'lishi kerak. Nimaga Abror Elchi? Ko'p odam bu savol beradi. Biz Instagram tarmog'iga kirib kelganimizda qarangki, Abror Andijoniy degan nom bo'lgan. Abror Andijoniy. Abror Andijoniy nomidan biz ehsonni mukofoti ehson degan loyihalarni qilganmiz. Birda bersang, 10da beraman deyapti. Shu narsani qilgin degan kontentlar qilganmiz. 4 oy, 5 oy davomida 234 ming auditoriya yiqqanmiz. Shu yo'nalish bilan. Bir o'zimiz Andijonda, ism familiyalarni aytmayman. Tadbirkor akamiz ehsonga muhtoj oila bor deganimda moddiyatni bergan. Uni olib borib, ana shu onaxonga bergan vaqtlarimda onaxon meni duo qilishni boshladi. O'g'lim ehsonlarning dargohida qabul qilsin deb duoni qo'yib qilib ketgan paytda men gapini bo'ldim. Onaxon yosh kattada eshitmaydi. Men emas, uni palonchi inson berdi, men shunchaki o'rtada elchiman dedim. Shu vaqt onaxon duo qildi-da, o'g'lim butun umr yaxshi amallarga elchi bo'lib yurdi. Meni bu narsa kech-kecha uyqu bermayapti-da. Nimaga? Keyin uyga bordim, bomdoddan 20 daqiqa oldin akkauntimni Abror Elchi deb o'zgartirishga majbur bo'ldim. Shundan keyin kim ko'rsa elchi deydi. Yaxshilik elchisi, yaxshilik ulashuvchisi sifatida shunaqa. U Abror Madaniy degan u oldindan bo'lgan bo'lsa, bu eng birinchi videoni Abror Elchiga 13-iyul 2024da shu kosib bilan qilingan qanaqa kichkina rolik bilan olingan ekan. Undan oldin ham bo'lgan? Undan oldin ham videolar bo'lgan. Bugungi qilayotgan videoyingiz 100 ming bo'lsa, sizga qo'yiladigan ta'sirlar bor-da. 200 ming bo'lsangiz qo'yiladigan ta'sirlari bor. Eski videolarni biz o'chirib tashlaganmiz. Demak, undan oldin ham kontentlar bo'lgan. Undan oldin ham 234 ming auditoriya o'zini o'zi kelib qolmagan. Birini bersang, mingni berasan, olasan degan maqsadda kontentlar qilganmiz. Xo'p, 28 sentyabrdan Makkaga yo'l olgan ekansiz. 2024-yilda. Nima sabab bo'lgan? Qarang. Tadbirkorman, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqaraman. Andijondan Shahrixonga juda ko'p olib kelaman. Yo'lda ketayotganimda Shohruh degan bola bor, ismlarini keyin Alloh nazi bilan o'zgartirgan. Shu bola Makkaga velosipedda borayotganini ko'p ko'rardim. Bir kun kelib meni olib ketasan-a? Ahdlashdik. Rasvoting mendan deyapman. Dunyoni ishlaridan toliqasiz-ku, to'g'rimi? Pul topishdan ham, ishlashdan ham, do'st hammadan toliqasiz. To'g'rimi? Bir kun kelib yashashdan ham toliqasiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lib turib, men biznesimdan toliqqan bir vaqtlarimda men 2018-yildan beri Saudiya Arabistoniga boraman.
Men umrim davomida kontent qilib, rasmga tushgan odam emasman. Ha. Har yili Saudiya Arabiyaga boraman. Mhm. Shu kungacha. Hmm. 2024-yil sentyabr oyida har yili zariyatim noyabrda tugadi, Saudiyaga ketib Makkaga ishlab, tirikchilik qilib, dam olib, mart oyida qaytaman. Ha. Hmm. Sentyabrda tugadida. Hmm. Sentyabrda tugadi. Va 28-sentyabrda biz safar qilishni xohladik. Mhm. Dunyodan uzilay, ha? O'zimni anglay, o'zimni topay, dunyoni ko'ray dedimda, hammadan, ota-onadan, yaqinlardan rozi-rizolikni olib, qarzlarimiz berib, meni eng katta g'am tashvishim bu qornim, Mhm. rizqim, to'g'rimi? Mhm. Rizqim Allohning qo'lidan. Mhm. Demak, meni boshqa g'am tashvishim yo'q. Vazifam kuniga 100 kilometr velosiped minish. Bo'ldi. 100 kilometr yuraman, damim olaman. Menda o'g'il uylash, qiz chiqarish, uylanish, uy-joy qilish, yeb ichish g'am tashvishi yo'q. Men ana shu safarni tanladim. O'zligimni topish maqsadida. Hmm. Demak, sentyabr oyida yo'lga chiqdingiz, to'g'rimi? Mhm. Qanchada yetib bordingiz? 35 kun. 35 kunda. Dilshod aka kutib olganmi? Dilshod aka kutib olgan. Rejali bo'lgan. Men Madinai Munavvaraga men grija bo'ldimda. Ha. Yo'lda. Endi 2 bor grija bo'lganman. Uchinchisi ham bo'lyapti. Egarda o'tira olmayapman, pedal tepa olmaysizda. Sudrab ketayotgan joyi ham bor ekan. Sudrab ketayotgan vaqtimda fura kelib qoldi. Madinai Munavvaraga, Masjidul Haromga 300 kilometrcha bor. Hmm. 300 kilometr masofada u meni olib ketaman deb to'xtadi. Endi men o'zimga zulm qila olmayman, nimaga mina olmayapman. Hmm. Yo'l ustida. Men chiqib oldim. Bu o'zinglar bilasizlar, 40 kilometr qolganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobi payg'ambarimizni ravzalariga yaqin qoldida, yuk mashina kirish mumkin emas. 40 kilometr yaqinlikdan katta yuk mashina kirish mumkin emas. Ha. Meni tushirib ketdi, velosipedni minib ketyapman. Ana shu vaqtda 30 dan ortiq blog yurgizadigan mashhur insonlar menga telefon qilyapti. Hmm. Kontent maqsadidami? O'zini auditoriyasi uchunmi? Boshqami? Men buni bilmayman. Hmm. Yaxshi niyatdadir. Dilshod aka, ukajon ko'rib turdim. Kelsiz, men shu yerda bo'laman, eshitagida dedi. Nasib bo'ldi, shu insonni oldiga primoy keldim. Ha, uyushtirilmagan kelishingiz. Yo'q, uyushtirilmagan. Shuna, lekin u inson taklif qilyapti. Uka 10-darvozada bo'laman, kelib qolsangiz, ana qilaylik. Bordik. Ha, videosini kirib borganimda yo'q qo'ydi. Yoqishdi olib, Ha, odamlarda emotsiyasi ham bo'libdi. Meni kutayotgan insonlar ko'p edi ekan, men buni o'zim bilmaganman. Ha. Bilganimda kuniga 20 ta video qo'ygan bo'lardim. Ha. O'zi men uchun qiziq savol, shu safar qilib nima foyda topish mumkin? Shunaqa velosipedda safar qilib. Men sizga biroz avval ham aytdim. Inson o'zligini anglaydigan safar, ya'ni qo'lidan hech narsa kelmasligini, boshqa davlatlarga sharoitlarni o'rganish. Men Tojikistonga bordimda, Tojikistonda Urgut mahalla degan joy bor ekan. Urgut mahalla, Qo'rg'ontepa degan joy. Ochman, charchadim, Afg'onistonga yaqin hudud. Turibmanda o'zbek bolalar kelib qoldi. Pasportida tojik, lekin tarixda o'zbek bo'lgan. Ota-bobasi. Nasl nasab o'zbek. Ha. Shu insonlar uyga olib kirib ketishdi, meni mahalla kutyapti. 27 ga kirgan bo'lsam, yolg'on gapirmayman. Shunaqa fayzni, shunaqa mahallani men hali ko'rganim yo'q. Juda xursandman, Tojikiston xalqi meni ko'rib turgan bo'lsanglar, unaqa mahallani men hali ko'rganim yo'q. Tojikistonda Urgut mahallani. Samarqandda Urgutda shunday ko'chib o'tgan. 4 uylar. Insonlar bir-biriga ahil, inoq. Insonda kibr yo'q-da. Ana shu yerda Qatar darvozasiga bosh bilan gol urgan bir inson bor edi. Ayibga buyurmay aka, esimdan chiqib qoldi. Shu inson uyiga olib kirib ketib, o'zi skuterda meni katta yo'lgacha olib chiqib qo'yib 2 kun mehmon qilgan. Abror aka dedi, Amerikadan olib kelingan krossovkasini menga hadya qilyapti. Sizni krossovkangiz yomon bo'lib ketibdi. Uni men kiymasdan hozir ham olib qo'yganman. Esdalik. Hozir ham uyimda turadi. Ana shunaqa insonlarni ko'rib xursand bo'ldim. Biz 38 million aholimizmi? Millatimiz 60 million ekan. O'zbek millati. Afg'onistonda bor, Tojikistonda bor, Qirg'izistonda bor, Qozog'istonda. Ularni birlashtirib bitta do'ppini ostida qilish maqsadim. Orzu emas, maqsadim. Xudo xolasa.
u siz o'sha safar chiqqan yillar 2024-yillar bo'lsa, uncha odam Afg'onistonga bormagan, o'zbeklar ham. Kontent ham qilmagan. Endi ba'zilar qilgan, endi u kam. U degani 38 milliondan borgani 10-15 ta odamdir. Bitta odam qilgan. Sayohatchi Bu. Qabul akam qilgan. Qo'rquv bo'lmaganmi? Nimadan qo'rqasiz? Yo, Endi yaqingacha ham Afg'oniston baribir xavfli hududligini hisobga olganda. Yopiq davlat bo'lgan. Men nimaga safarga o'zim chiqqanman? Yolg'izda yori o'zimman deganman. Yorim Alloh bo'lsa men nimadan qo'rqaman? Afg'oniston musulmon davlat. Xo'p, notinchliklar bo'lgandir. Hozir yaxshi. Kirdim, u yerda ham 13,5 million o'zbek bor. O'zbek zabon bor. Siz bilan mendan ko'ra o'zbek tilida yaxshiroq gapiradigan insonlar bor. Unaqa davlatdan qo'rqmaslik kerak. Tinch bo'ldi, kirdik, yaxshi kutib olishdi. Men yashab turgan joyda Namanganda Kosonsoy bor, bilasizlar-a? Farg'ona yoshlari degan kanal bor Afg'onistonda. Farg'ona yoshlari. Bundan 100 yil, 200 yil oldin borib qolgan o'zbekning farzandlari. Kosonsoyliklar masjid qurib ketibdi. Hozir Kosonsoy degan masjid bor Afg'onistonda. Bitta masjidni ko'rdim. Mahalla. Bu mahallani aka hammasi o'zbek. O'zbek zabon. Alisher Navoiyni g'azallarida o'qigan so'zlarimiz bor-ku, bilamiz-a? Shu narsani men Afg'onistonda eshityapman odamlarning og'zidan. Men turgan uy shu meni ziyorat qilgani bemor bo'lganimda ham qarindosh urug'im bunaqa ko'p kelmagan. U yer ziyoratxona bo'lib ketdi. Vatandan, Andijondan mehmon kelibdi deb. Dam olmayapman, faqat insonlar bilan vatan haqida gapiryapman. O'zbekiston qanday? O'zbekiston shunaqa. Ularni ham kelib ko'rgisi keladi. Vatanimizda sharoitlarda, hozirgi holatlarda yo'q, u yerda unaqa emas. Svet yetib bormagan hududlarni ko'rdim. Odamlar shukr qilib hayot kechiryapti. Ariqdan suv ichayotgan bolalarni ko'rdim. Ularda ham haqqi bor to'g'ri suv ichishga. To'g'ri. Ko'rdimda men nimaga o'zimni angladim? Qalbingizdagi kibr sinadi. Zarracha kibr bo'lgan inson jannatdan mahsulmi? Sinadi. Hayotni ko'rasiz. Haqiqiy hayot qandayligini ko'rasiz. Shunaqa ko'p do'stlar ortida. Shukr qilish ham ko'rmaguncha baribir unchalik. Ularga hozir O'zbekistonni tasvirlab bersangiz, ularga aqliga sig'maydi. Yo'q, aqliga sig'maydi. Oddiy bitta o'sha Xorazmlik kursdoshimizni o'sha Asakaga choyxonaga bordik, o'sha Cho'ntak tarafga. Olib borsak, daraxtlarni ko'rib hayron qolyapti haligi bola. O'zi Xorazmlik. Ko'rib hayron qolyapti. U o'zimizda turib, Afg'onistonlar bo'lib ham cho'l zona. Keyin arab televideniyaga intervyu beribsizlar. Hammasini ko'ribsiz? O'sha endi men o'zi ko'rgan, men sizni oldindan ko'rganman. Faqat haligi nima deydi? Keyin qaysidir etapdan ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha velosipedda ketayotgan damlaringizda men o'sha paytda ko'rganman. Endi suhbatdoshni yaxshiroq o'rganish uchun videolarni ko'rib chiqdimda, o'sha e'tiborimni tortgan joyi o'sha arab televideniyaga intervyu beribsizlar. Qozoq yo qirg'iz sherigingiz ham bor. Uyg'urmi? Xitoylik. Qarang. Yo'lda ketyapman. Militsiya to'xtatdi. Endi u trassada velosipedda minib yurish mumkin emas qonun bo'yicha. Katta trassa. Katta trassada. Ingliz tilidan ozgina o'qigan joyimiz bor. Oz bilamiz. Aytyapmanda, ota-bobam bir vaqtlar mana shu Makka, Madinaga tuyada kelgan. Eronga kelib, Erondan kemaga chiqib tuyada o'tgan. U Baytulloh, Allohning baytiga ibodat qilish maqsadida ketayotgan bo'lsak, sen to'sqinlik qilishga nima haqqing bor deb. Militsiyaga. U yonida atrofdagilar televideniyasi bor edi, boshqasi bor edi, gapirdi, bizni qamamoqchi ham bo'ldi. Undan keyin buni televideniyaga olib chiqamiz dedi. Bu bilar ekan bu narsani. Tortishyapman, nima haqqing bor sen meni yo'limni to'sishga deb. Vizang bormi? Bor. Hujjatim bormi? Bor. Velosipedga ketyapman, to'sqinlik qilishga dedim. Keyin oq yo'lda edi, mehmon qilib jo'natib yubordi. Va televideniyaga taklif qilishdi. Ertasi kuni televideniyaga kirdik. Televideniyada Andijondan, O'zbekistondan velosipedda Saudiya Arabistonda Makka, Madina shahriga safar qilayotgan bola bor ekan deydi.
Yonimda Uyg'ur birodar. U bilan benzin zapravkada tanishib qoldik. Sayohat qilib yurar ekan u bola. Aytyapmiz, bizni televideniyega olib chiq, ya'ni gapir, televideniyamizda bizni haqimizda gapir, hamkorlik qil, bu narsalar hamma narsani aytyapti. Yo'q, menga moddiyating kerak emas. Ya'ni u yerga bitta o'zbek kelishiga sabab bo'lsam, ular turizm rivojlanadi. To'g'rimi? Menga kerak emas. Men shunchaki bo'layotgan holatni aytib berishim mumkin dedim xolos. Televideniyaga chiqdik ham ertasi kundan yo'llarim yana ham haligi Sharog'on deydimi? Shunaqa bo'lib ketdi. Yo'lda ko'rganki odam yordam beryapti. Uyiga olib kirib mehmon qilyapti. Uyida bizda hozir televideniya kam ko'rilyapti-yu. Ya uyida unaqa emas. Internetga nisbatan televizor ko'proq ko'riladi. Shuni hisobiga ham bo'lgan. Yo'lda chodir tikib mehmon qilganlari ham bor ekan. Shuni aytib beray. Aytib bering. Prosmotr ham ko'p bo'lgan o'sha videoda. Ertasi kuni Makkaga safar qilyapmiz. 23-kuni yo 24-kuni Alloh alam. Bir boy badavlat odam to'xtatdim. To'xtatib turib, "Yur, men seni uyda mehmon qilaman" dedi. Uyi uzoq. Mashinamga chiqasan dedi. "Yo'q, men boraman ana shu mahallangga, keyin kiraman, lokatsiyada shab qo'y" dedim. 3 kunda yetib bordim uni manziliga. Ya'ni o'rtada 350 kilometrmi shunaqa masofa bor. U mashinada olib ketaman deyapti. Kuniga 100 kilometr yura olaman. Kirdim, "Sen borsang men senga joy qilib qo'yaman" dedi. U ana shu o'zini tuman deylik, kattalaridan ekan. Ro'paraga chodir tikib tayyor joy qilib qo'yibdi mehmonxonaga. Uyingga kirmaymiz desam, uyda 3 ta ayolim bor. Uyda 3 ta ayolim bor, sen u yoqqa kirmaysan. Bu payt Saudiya Arabistonida bitta oltin qoida bor. Bir vaqtlar mollar bor-ku. Bizda mana Navro'z mol shunaqa bo'ydoqlar kiritilmagan. Men Saudiyada 2018-yildan beri bo'lsam, ulardan suhbatlashib bilganimda, u yerga bir vaqtlar bo'ydoqlar kiritilmagan. Ayrim mollarga. Shu singari uyimga kirmaysan dedi. Dubaydagi ana shu yo'q, senga shu yerga joy qilib beraman deb xursand bo'ldim. E'tiborlardan xursand bo'ldim. Kattagina joy qilib, meva-cheva, kiyim-kechak hamma yo'g'imni ta'minlab bergan. Alloh rozi bo'lsin insonlardan. u televideniyaga chiqqaningizdan keyin bo'lganmi yo oldin bo'ldimi? Televideniyaga chiqqanimdan keyin bo'lgan. U ham ko'rgan yo ko'rmagan? Unisini bilmadim. Lekin televideniyadan keyin menga ko'chadan poddeshka qilib signal cholib nimadir berib ketib ovqatlantirganlar soni ko'p bo'lgan. Demak, aktiv kuzatishgan televideniyani ularda. Televideniyada aktiv kuzatilgan. Keyin siz o'zi safar qilishdan oldin ham moddiyatim yaxshi bo'lgan deyapsiz. To'g'rimi? Hech qanaqa muammo bo'lmagan. Yo'q. Ya'ni bu safar qanaqangidir pul topish maqsadida bo'lmagan. Yo'q. Aka, safar qilgan bo'lsam, ko'p odam so'raydi, ochiqlayman. Saudiya Arabistonga Makkada velosipedda borishga necha pul bilan to'g'ri keladi? $1,500 bilan $2,000 oralida rasxod qilasiz. 50 kun vaqt ketadi. Kuniga 100 kilometr yurasiz. Sizga Afg'oniston, Eron, Dubay, Saudiya Arabiston vizalari kerak bo'ladi. Dubay 1 oy bo'ladigan bo'lsa viza kerak emas. Mana shu rasxodlarga velosiped bilan birgalikda $1,500-2,000 oralida rasxod qilasiz. Xohlang velosipedda boring, xohlang o'zimizni Safo Marva tur kompaniyamda boring. Men o'zim jo'natib olaman. Endi sizga afzali o'zingizni haligi shariatga ham to'g'ri kelmaydi-yu. Shariat imkoniyat bo'lib tursa bunaqa borish. Lekin bu yerda niyat boshqada. Velosipedda borishdan niyat boshqa. Tayyor kuniga yaxshi daromad qiladigan biznesimni eshiklarini yopib chiqib ketganman. Chunki u biznes meni ilm olishimdan, dunyo ko'rishimdan, saviyani rivojlantirishimdan to'siyapti. Maqsad moddiyatmi? Yo'q. U biznesingizni to'liq muzlatib ketganmisiz? To'liq muzlatib, oqib turgan joyda to'xtatib ketganman. U biznes faqat sizga bog'liqmi? Asosan operatsion menda bo'lgan. Biz Akbayer Paints degan ishlab chiqarish qilganmiz. Vada emulsiya, travertin, atachenta, qurilish qorishmalarini ishlab chiqarganmiz. Nasiyalar meni to'ydirgan. Domlarga nasiya berasiz, otalasiz, yo'q. Endi yosh ham bo'lganmizda, 18 yoshimda boshlaganman ishni. Shu holatlardan operatsionga o'zimda bo'lgan va ishlab chiqarishda retseptini, sistemasini begona insonga ishonmaganman. Retsept, bizni kolani retsept manaqa desa birovga bermaydi, to'g'rimi? U shunaqa sistemada bo'lganman. Men yosh bo'lganman, yosh o'ylaganman. Ana shu vaziyatda meni toliqtirdimi ish? Moddiyati yaxshi, nasiya ko'chalarda, unda, bunda, to'y kun bor-ku,
avgust, sentyabr, oktyabr oylarida og'aynim uylanadi, men to'yga bormayman. Haqqim yo'q. Kasal bo'laman, davolana olmayman. Haqqim yo'q. Nimaga? Tepada moddiyat kraskalarni qo'yib turishim kerak, shundan tirikchilik qilaman. Zakazingiz turibdi-da, moddiyatingiz. Sezon kutasiz-ku. Abror seni shu ish toliqtirayotgan bo'lsa, ilm olishingdan dunyoqarash to'siyaptimi? Yig'ishtir dedim. Rizqing Allohdan, oilangniki. Sen o'tib ketsang, oilang ochiq qilaman deyapman. Oilamni ro'zg'orboshi o'zimda. O'tib ketsang, oilang ochiq qilaman dedim-da, hammadan rozi-rizolik olib safarga chiqqanman. O'sha Akbar deb yozib ketayotgan, endi so'ramoqchi edim o'zi. Keyin u savolni o'chirib yubordim endi qanaqadir ya'ni noto'g'ri bo'lib qolmasin yoki xohlagancha savol bering. Yo, demoqchiman, ya'ni hozir u bilan ishlamayotgan bo'lsangiz, u firma bilan yanaqa bo'lmasin deb ma'noda so'ramoqchiman. Endi o'zingiz aytdingiz, demak, o'zingizga tegishli bo'lgan biznes. Instagram tarmog'iga kirishdan asosiy maqsad, agar bizni kuzatib turgan insonlar bo'lsa, shaxsiy brendingiz bo'lmasa, moddiyatingizni oshira olmayotgan bo'lsangiz, nasiyalarga savdo qilayotgan bo'lsangiz, siz xato qilyapsiz. Instagram yurgizasiz, o'zingiz shaxsiy brendingizni qilasiz, keyin mahsulotni nasiyaga emas, naqd pulga sotasiz. Brendga fokus qaratganman. Men 4 yil ishlab chiqargan bo'lsam, Instagram tarmog'iga kirib kelishimga G'ayrat Mahmudov sabab bo'lgan. Gary Wayne aka. Endi biz asakaligimizda akam boshida boshlagan juda tanqidlarga uchragan. O'zim bilaman, juda ko'p insonlar ustidan kulgan. Biz o'zbekchilikda qachon ustidan kulish to'xtatiladi, bilasizmi? Qachon? Natijaga erishganda. Natija gapiradi. Natija gapiradi. Natija qildi, kayfiyat oldida. Oldimga kelindi, to'xtadi. Ko'rdimda, Abror, sen xato qilmabsan, shunchaki noto'g'ri qilibsan. Sen ishlab chiqarishni qilding, lekin shuni orasida sen Instagramdan yurgizib ketishing kerak edi. Dedim, men iPhone oldim birinchi marta umrimda. iPhone olib Instagram shaxsiy biznesimni qilishni boshladim, mediamni. Shun bilan biznesimni rivojlantirish maqsadida Instagram ochganman, lekin Instagramim dohodi hozir biznesimnikidan ko'p. Keyin men biznesga yig'ishtirdim. Taqdir tanla deyapti. Ya'ni ishlab chiqarishingga qaytasan, riskovat. Yokida sen Instagram tarmog'ida o'zing xohlagancha hayot kechirasan. Dunyo ko'rasan. Izlanasan, kimgadir yaxshilik qila olasan. Va men Instagram tanladim. Shu o'zi hozir shunaqa mavzu aktual bo'lib turibdi. Mehnat bilan emas, qanaqangidir o'zingizga bo'lgan odamlar ishonchi bilan pul topish anaqasi ko'paydi, ehtimoli ko'paydi. Men mahsulotni emas, o'zimni sotishni boshladim. O'tgan safargi haligi ko'rsatuvimizda haligi nima Dostonbek aytgandek, qaysi paytlarda Instagramga kirib nimani video joylashim kerak, yo bir kontent qilishim kerak deb savol berdi deydi. Savol bersa, u bo'shaganimda bir kunda 4 soat oralig'ida har 15 minutda o'rtada bir 3 ta 4 ta bir mavzu joylayman desa, yo'q, hozir aksinchalik qilish kerak. Ko'proq Instagramda shu kontent joylab, kamroq ishlaydigan davr kelib qoldi degan. Bo'sh vaqtda ishlaydi. Bo'sh vaqtda ishla, ko'proq shu Instagramda nimani kontent rivojlantir degan ma'noda. Siz biznesmensiz-a? Ha. Nima mahsulot sotasiz? Biz maishiy texnika, mebel. Asosiy og'riq, ya'ni biznesingizni rivojlantirishga sabab bo'ladigan narsa nima bu? Sotuvmi? Ha, sotuv. Sotuvga nima kerak? Marketing jamoa kerak. Sizga hozir bir odam kelib, bir oyda $20,000 daromad qilasiz. Aka, shuni 5,000 ni bering, men sizni 40,000 qilishingizga, ya'ni 2x ko'paytirishga sabab bo'laman desa nima deysiz? Xo'p deymi? Davay desa, unaqa odamlar kimlar hozir? Marketing jamoa, blogerlar. Ularda turtkisi bilan sotuv oshyapti. Necha foiz aholi 38 million ichida Instagram ishlatadi? Aytaylik 20 million. 38 million aholini 12 millioni Instagramdan foydalanadi O'zbekistonda. 12 million ochiq bozor. Televideniyadan ko'ra ko'proq sizga foydali olib keladigan, foyda olib keladi reklamangizdan ko'ra. Qaysi birini qilasiz? Monopoliya yo'q. Oldin televideniyaga chiqish uchun muammo bo'lgan. Qo'yma demaydi birov. Qo'yma demaydi. Ixtiyoringiz o'zingizda. $1,500 telefonda olasiz, shaxsiyatingizni olib chiqasiz, kontent qilasiz. Kimgadir nimani foydali qilib bersangiz, sizni shaxsiyatingizni yaxshi ko'rib podpiska bo'ladi. Kontentingiz emas. Inson shaxsiyatga muhabbat qo'yadi. Kontentga yo'nalishga emas. Haligi bizda shunaqa narsa bo'lyapti-yu. Bitta telma teskari odam. Bu aktualniy problema. Muammo deymizmi?
Telma teskari odam komediya yo'nalishlarida ijod qiladi, video qiladi, boshqa qiladi. Manaqa podkastlarga kelib o'tirib bitta aqlli gap gapiradi. Ha, buni tayyorlanib keladi. Uni ham ustida ishlaydigan insonlar bor. Keyin nima deydi kuzatayotganlar? Ha, bu o'zi aqlli deydi. Prosta u roli deydi. Endi qarang, bitta ilmli inson. Faqat insonlarga yaxshilikni targ'ib qilib kelgan. Shunchaki o'zini erkidan chiqib bitta hazil qilsin. Yo o'zi bu manaqa deydi. Buni so'rayman. Shu narsalarni yetishib kelayotgan yoshlarga aytmoqchiman. Tanganing ikki tarafini ko'ringlar-da, har kimning o'zini erkinligi, yashash tarzi bor. Sizni qabringizga boshqa odamni qo'shib ko'nmaydi va boshqa odamnikiga sizni qo'shib ko'nmaydi. Shundoq ekan, boshqalarning shaxsiy hayotini tinch qo'yinglar. O'zingizniki bilan bo'ling. O'zingiznikidan yuguring. Natijaga erishing. Vaqtingizni bunaqa yomon narsalarga sarflab qo'ymang. Safardan 5-dekabrda qaytibsiz. Sifralargacha bo'lar ekan. Tahlil qilmasak ish shu bilan bo'ladi. 5-dekabrda qaytibsiz-da. Meni eng ya'niga aytdim, oldini kuzatgan ekanman. Ko'p chiqqan menda ham, ko'rganman. Lekin unaqangi e'tibor bermaganman. Kecha yana ko'rdim. Do'stingizga telefon sovg'a qilgan ekansiz. Ibrohimjonmi? Mashalloh. Ibrohim. Qarangki, Afg'onistonda qolib ketdim. Yo'lda odamlar pul beradi-yu. Men pul olishga haqqim yo'q. Chunki men qiynalib, moddiyatim yo'qligidan safarga chiqib ketmayapman. 850 ming bilan Makka ga yo'lga chiqqan bo'lsam, qarzlarim berib, Qo'qonda Oltiariqda 350 mingga powerback oldim, 500 ming pulim bor, yeb ketyapman yo'lda. Tojikistonga tezroq kirib olishim kerak. Men haliga kontent qilib O'zbekiston hududlarida ketsam oson edi. Surxondaryo, Termizdan Afg'onistonga kiraman, boshqa qilaman. Lekin haliga piyoda ketish, qanaqadir kontentlar ko'payib ketgan-ku. Odamlar ko'rsa shularni saviyasi bilan bir xil tushunish olmasin dedim-da, men tezroq O'zbekiston hududidan chiqib ketishni xohladim. Tojikistonga o'tib, Tojikistonda Dushanbega o'tadigan perival bor ekan, xavfli perival. Umrimda 2 marta xato qilgan bo'lsam, men ana shu birinchi xatoim deb bilaman. Shunaqa bo'lgan. Do'stimga telefon sovg'a qilishda asosiy sababi Afg'onistonda bilet olishim kerak. Eronda notinchlik bo'lib qoldi. Men Alisher Navoiyni qabr shariflarini ziyorat qilib, keyin Hirotdan Eronga qarab yurishim kerak edi. Planim bo'yicha. Meni aytganim bo'lardi. Shunaqa bo'lishi kerak edi. Notinchlik bo'lib qoldi Eronda, chegaralar yopildi. Men bilet olib uchishga majburman. Dubayga o'tib olishga. Pulim yo'q. Do'stim menga $380 bilet olib berdi. Olib berdi-da, kelib pulini bersam olmadi. Nima qilishim kerak? Rosa qiynaldim. Telegram gruppada 16 ta sinfdoshmiz. Yordam so'rayapman. Nimaga moddiyatim yo'q-da? Moddiyatim yo'q. Yordam so'rayapman. Jannatimsan, do'stim, sensiz kirmayman, juma muborak deb turib haligi ya bu dijit varabisko deb qo'yadigan rasmlarimiz, bolalardan tushgan qo'yadigan do'stlarimiz bor-da. Shular ham eshitib turganda, hozir eshitishadi. Buvamdan telefon qilyapman. Onamiz Anjalila buva deymiz-ku. Buva xabar oldimi? Yo'q. Buva palonchi keldim. Yo'q. Yaxshi bolalarni choyxonaga yig'dim. Hammasini yig'dim. Bolalar keldim, kelish bitta ehson bor, o'tiraylik. Tekin. Tekin bo'lsangiz, kelaveringlar dedi. Haligi bolalar o'rtasida yangi 16 Pro Max oldimda. O'zim ishlatayotgan 15im ham yangi. Safarlarni ko'rib keldi-yu, ancha maza qildi. Og'animga berdim. Hammasini ko'z oldida. Bu yerda katta urush ketgan. Ana shu vaqtda turib ketganlar bo'ldi. Ortiqcha gapsiz siz. Da. Aqli urush anaqa yurish bo'lgan ekan-da. Piyoda bilan ham shoh taqdirsa bo'ladi. Zo'r. Hindiston safari nimaga? 26-yanvardan Hindiston safari boshlangan. Tarixingizni bilasizmi? Yo'q. O'qiganmiz endi qaysidir davrgacha. Tarixni bilmasangiz, kelajagingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Zahiriddin Muhammad Bobur, men Andijondan Hindistongacha velosipedda safar qilmoqchi bo'ldim. Ya'ni Zahiriddin Muhammad Boburni bosib o'tgan yo'llari.
Xo'jand, Pokiston hududlari, Afg'oniston bosib o'tishga harakat qilyapman. Yana yayov piyoda sekin xalqni o'rganib, gumanitar holat, yashash tarzlarini o'rganib bormoqchiman. Pokistonda notinch ekan, Afg'oniston chegarasi bilan. O'tolmas ekanman. Xohlamasam o'tolmas ekanman. Keyin samolyotda uchib Zahiriddin Muhammad Boburni Agra, Toj Mahal qurgan joylarida hamma narsani o'rganishga qaror qabul qildim. Endi shu joyda bitta savol. U yoqqa borib o'rganish Afg'onistonda o'sha qabrini ziyorat qilganda paydo bo'ldimi yo undan oldin ham bo'lgan? Dilyopa degan opamiz bor, tarix o'qituvchi maktabda. Opa rahmat. Bir vaqtlar Qo'qonda Xudoyorxon o'rdasi bormi? Qo'qon nima deyiladi? Yo'q. Men aniq otini nomini bilmayman. Qo'qonga 5-sinfmiz. Tarixga qiziqaman. Yaxshi o'qigan bolalarni ichidan saralab Qo'qonga olib ketish kerak. Shular ichidan men qolib ketdim-da. Men Qo'qonga bormadimmi? O'zbekistondan chiqqan adiblar, ilmli insonlar, bunday o'ylab qaraganda yosh bolasiz, daftaringiz betida turgan shaxslar bor-ku. Hammasini shaxsiyatini o'rganaman, borgan maskanlarga boraman deyapman. Zahiriddin Muhammad Boburmi? Andijonliga nimaga bormayman, qilgan ishlarini yoritib bermayman odamlarga. Zahiriddin Muhammad Boburni qabri shariflariga borgan bo'lsak, Qobulda. U insonga bo'lgan afg'onlarning muhabbati ham, hindlarda ham muhabbatini ko'rib, biznikilar unaqa muhabbat qilmaydi. Bu bizning bobomiz. Biznikilar unaqa muhabbat qilmaydi. Tushunyapsizmi? Shu narsani muhabbat qilish kerakmi? Ota boboyingizni kimligini bilmasangiz, ular qanaqa qudratga ega bo'lganini bilmasangiz, yaxshilab nima qilasiz? Bunday o'ylab qarasa, sizda kelajakni ko'rishga bir maqsad yo'q-ku. Demak, safar qilish avvaldan ziyorat qilish bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Boburni ziyorat qildik, odamlarga ko'rsatib berdik. Menimcha hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. U safarlar o'zingiz moddiyatingiz bilan bo'lganmi yoki homiylar bo'lganmi? Yo'q, hammasi o'zim moddiyatim. Shu kungacha birorta safarimda hatto vizamni qilib bergan tadbirkorlar yo'q. Vizamni qilib bergan tadbirkorlar yo'q. Shuni hisoblagan bo'lsa kerak, hali juda millioner bo'lib ketmadim. Lekin odamlar o'ylaydi, 700 qancha ming auditoriyasi bor, ushi bu zo'r. Bir bola shogird bo'lay deb telefon qildi. Oldimga ham kelishadi hozirgacha. Maqsad nima? Auditoriyam ko'tarilsa, aka bloger bo'lsam, yaxshi yashayman. Men senga yozib beraman, bir oyda qancha daromad qilishim mumkin deyapman. Xo'p, 300 ming bo'lsang yaxshi hayot kechirasan, desam, yo 500 ming bo'lsang qilasanmi? 1 million bo'lsang zo'r pul topasan desam, deb o'ylayapti. Yo, gapimda emas. Gap sifatli auditoriyada. 1 million bo'ladimi, 10 million bo'ladimi, maqsadlar, niyatlar amallarga bog'liqmi? Amallar niyatlarga bog'liq. Xuddi shu holatni go'zal qilsa, keyin natijaga erishadi. Katta auditoriya degani yutuq degani emas. Katta auditoriya degani katta pul degani emas. Realni gap. Men reklamalarda olmayman. Yo, o'zi savol bo'ladi-yu, agarda haligi blogerlarga shogird olishlik uchun menga blogerlikni o'rgating deydi-yu. Unda o'zi blogerlik degan kasb yo'q-da. Kasb yo'q. Bir sohani mutaxassisi bo'lish kerak. O'sha sohani tubdan yaxshi, mukammal bilgandan keyin o'zi o'sha sohani yoritishlik bu blog bo'ladi. Endi o'zini ichki kechinmalari, bosib o'tgan yo'llari, tajribalari, insaytlarini odamlarga aytadi. Shu o'sha velosiped yuradimi yoki siz aytmoqchi safar qiladimi yoki o'sha qurilishlar kerak bo'lsa. O'zingizni kasbingizni zo'r mutaxassis bo'ling. Shuni internet tarmog'iga olib chiqing xolos. Hindiston safari tugab kelib, keyin 12 viloyatga safar boshlanibdi. 16-fevralda. 12 viloyatga safar qildik. Sabab meni Makkaga ketayotganimda ko'rgan auditoriya borda. Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'iston hammasi. Meni qanaqa odamlar kuzatayotganini bilmoqchi bo'ldim. Va 12 viloyatda har bir auditoriyamni uyiga kirdim. Video qilmaganman. Hammaning yashash tarzi har xil. Diqqatga sazovor yerlarni, ichki turizmni rivojlantirish maqsadida Chustga bordim. Misol uchun Chortoqqa bordim, Namangan deylik. Odamlar meni qanaqa odamlar kuzatadi? Yosh bolalar kelib, Abror aka, siz podpischikingiz assalomu alaykum deydimi yoki men tengqur, mendan kattalar kelmaydi, bir piyola choyim bor deydimi? Men o'zi kimga mahsulot ulashyapman? Va meni 12 viloyatdan qanaqa odamlar kuzatyapti? Va
ularni biznes meni kuzatdida, ular podpiska bosdi, like bosdi, Qo'llab-quvvatladi. meni qo'llab-quvvatladi. Shuni orqasidan men qanaqadir moddiyatlarga erishdim, qanaqadir yutuqlarga erishdim. Endi ularga javob berishim kerakmi? Ha, Ular bizneslarini reklama qilib chiqdim. pulga. Bepul. 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 Nechta sotding deb telefon qilaman. Mancha sotdim. Omadingni bersin. Men duo qilib qo'yasizlar bo'ldi. Ularda yutug'i sizni kuzatib turgani. Shunaqa bo'ldi. Va 12 viloyatda hali ochilmagan sirlar juda ko'p ekan. Ha. Tarixiy joylar, misol uchun, Rishton, kulolchilik. Kim yoritib beradi? Samarqand tarixini kim yoritib beradi? Endi yana bitta narsa bor. Shu o'rinda hozir Abrorbek mahalliy bizni местный turizmni rivojlantirish uchun shu boryapman deyapsiz. Biz yaqinda 2 haftacha bo'ldi Imom-Ota turizm joyiga chiqdik. Shu borsak yerda kelgan Qirg'izistondan, Qozog'istondan mehmonlar bor. Har holda endi borib ko'rishga arzirli joy u, lekin no tomoni shuki, shu darajada tirbandlik kuchli, hattoki kelgan mehmonlarni olib kirib joylab o'sha Imom-Ota turizmda o'chog'iga olib kirib chiqish ham o'zi bir qiyinchilik tug'dirar ekanda. Birinchi o'rinda bizni mamlakatda aytishga sazovor bo'lgan joylar, juda ham chiroyli joylar, hududlar bor. Baribir u yerlarni rivojlantirish uchun aslida birinchi shu tizim bo'lish kerak, transport tizimi bo'lish kerak, kerak bo'lsa mehmonxona tizimlari. Mana hattoki o'zingiz aytyapsiz, mollar haqida mana biz o'zimiz vaqti kelsa ba'zida Qirg'izistonga, O'shga, shu Jalovatga borgan paytimiz bizda O'zbekistonda ancha urovень balandroqda. Endi haligi shu mol yoki shu mana zamonaviy binolarda olib qaraydigan bo'lsak. Kecha ham mana Navro'z molga men o'zim shaxsan bordim. O'sha yerda Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelgan mehmonlar o'sha o'zlarining mikroavtobuslarida turibdi, demak, aylangani kelishgan. O'sha marshrut bo'yicha yoki Imom-Otaga yoki Xonobodga yoki qayergadir borgan. Demoqchimanki, o'sha mahalliy turizmni rivojlantirishdan oldin birinchi transportning razvyaska, o'sha transport tizilmalarini ham qayta ko'rib chiqish kerak ekanda bu yerda. Bizda turizm uchun qiynaydigan savollar juda ko'p, hali yechilmagan muammolarimiz ko'p. Bitta turizmda emas, insonlarning munosabatida ham. Tan olishimiz kerak, vodiyda turizm rivojlanmagan. Vodiyda Samarqand xalqi, Buxoro xalqi, ana shu voha taraflardagi xalq boru vodiyga nisbatan kamroq mehnat qiladi. Albatta, endi ularda turizm zo'rda. Uyiga bitta gostinitsa qilib qo'ysa, 4 ta odam qilib qo'ysa, tirikchiligi o'tadi. Bizda konkurent baland. Biz ishlab chiqarishimiz kerak. Biz kurashishimiz kerak. Bizda aholi soni ham baland. Aholi soni ham baland. Shunday ekan, ana shu og'riqli nuqtalarga yaqinda imkon bo'lsa, o'zimizda Andijon viloyat hokimiga mana shu g'oya bilan chiqmoqchiman. Turizmni rivojlantirishga ikkita zo'r og'riqli nuqtani yopadigan bir vitamin bor, davo. Men ko'p chetdan kelgan insonlarga aytamanki, nima muammo? Biz Andijon tibbiyot instituti borki, hindlar kelib o'qiyapti. Savol beraman, nima muammo bor? Ingliz tilida aytadiki, shofyorlaring ozgina yeb qo'yapti. Moddiyat, ya'ni 30 minglik joyga 70 ming, 70 minglik joyga 80 ming bo'lib qolyapti degan narsani aytdi. Tuhmat qilmoqchi emasman. O'zim ham shofyor bo'lganman, kira qilganman, qiyinchiligini bilaman shofyorlar. Endi 10 tadan bitta, 100 tadan bitta bo'lishi mumkin-da. To'g'ri. Ularda og'riqli nuqtasini o'rganib chiqdim va hokim buva, shunaqa vaziyat ekan. Kelinglar, shu ideya sizlardan chiqsin. Ingliz tilini ma'lum bir miqdorda biladigan shofyorlarga litsenziya to'lovida qanaqadir chegirma qilib beraylik. To'g'rimi? Men kira qilganimda 20 ming so'm pechatni bostirib kiraga chiqib ketardim. Bir vaqtda. Shu narsada qanaqadir chegirma qilaylik. Ingliz tilini biladigan shofyorga turizmga zo'r rivojlantiradi. Nimaga? Bir marta kelgan, chetdan kelgan mehmon shopirda o'tirdi, ingliz tilini biladi, qiynalmaydi u. Ya, unda tushuncha ham bo'ladi, hatto taksistdan bilar ekan, demak, tilga e'tibor zo'r ekan degan fikr ham bo'ladi. Bu eng katta turistni yana bir marta 2 yildan keyin, 3 yildan keyin qaytib kelishga sabab bo'ladi. Ikkinchi masala. Nimaga bizda ommaviy joylarda hojatxona yo'q? Bu menga ham o'sha savol qiynaydi. Meni bu narsani men 3 yildan beri kimga aytishni bilmay yuraman. Ko'chma hojatxonalar nimaga yo'q? Sammoyka singari. Tadbirkorlar eshitib olinglar. Zo'r biznes bor. Xohlagan shahardan turib viloyat hokimiyati oldiga chiqasizlar. Mana shu ideya bilan ko'chma hojatxonalar tizimini qilaylik. Sammoyka singari.
qilaman desangiz men o'zim sistemalarga chiqib beraman. Ha. Aka $1400 $2500 ko'chmas xonadonlarda hamma yo'q kanalizatsiyasi ulab qilib beradi. Uni sistemasini aka Xitoydan keladigan sammoyka singari 5000 solasiz, eshik ochiladi. Ha. Qilaylik. Andijonda men kechasi 2 da yuradigan odamman. 3 da ham ko'chada bo'laman. Yangi bozor hududida hojatxona topolmayman. Men topolmay, kerak bo'lsa ishxonamga kelib ketaman. Tushunyapsizlarmi? Endi chet el nima qiladi? To'g'ri. Samarqandga ketyapman. U birinchi ko'tariladigan mavzuda inson behojat emas-ku, taomlashga hojatmandmiz, o'sha har bitta suv ichishga, oziq olishga, xuddi shunday bu dolzarb mavzu bo'ldi aslida. Men ham Toshkentga borsam ko'p shunaqa muammoga duch kelaman. Liboy hududga boramiz, mana Samarqandga ketyapman. 2 avtobus turist ketyapti. Bitta akamiz nomerini aytmayman. Mashtasini chekay qo'ydi, dala-dashta tindi ish, mehmon bo'lib keldi qish. O'rmon ixtiyoringda degan joy ham bor. Shunaqa aka. Shunaqa ikkita odam bemalol hozatini chiqaryapti. Uni chet elliklar ko'rib o'tyapti-da. U Buxoriyda avlodi qilayotgan ishini ko'rib o'tyapti aka. Bu Qarshida, Samarqandda, Shahrisabzda bino bu yerni 3 dan 2 qismlarini, bir qismlarini bosib olgan Amir Temurni ziyorat qilgani ketyapti. Undan to'kilib kelgan avlodlar bor-ku, qilayotgan ishini ko'ryapti aka. Madaniyatimizga ta'sir qiladimi? Qiladi. Albatta. Shu yerga bitta hojatxona qilish iloji yo'qmi? Shunaqa qiyin muammo. To'g'ri. Anaqa ancha muammoli anaqa. Bo'lib ham bizni haligi shu azaldan qadriyatimizga moslanib qolgan hojatxona tizimlari ham bor, oddiygina yerga qilinadigan hojatxonalar. Albatta haligi nimali. Chunki men o'zim eslayman, bundan 30 yil oldin bizni o'sha ustozimizni yoniga chet eldan ko'p mehmonlar kelar edi. O'sha mehmonlar kelganda shu ular aytib beradi, Sharxon bilan Andijon o'rtasida Antek zavodiga shu nemis mehmonlarni olib kelganmiz deydi. U ayol kishi hojatxonaga bormoqchi edi ekan. Borsa keyin haligi o'zimiz yerga qilingan hojatxona, keyin qaytib chiqib hojatxonadan sizlarda sistema zo'r ekan, suv ham kerak emas ekan degan haligi nima. Endi ba'zida bu juda ham og'riqli nuqta o'zi asli. Lekin yaqinda shu imенно turizm sohasi bo'yicha mana Abror Bey, yana siz mana o'zingiz velosipedda kerak bo'lsa qoloq urushdan keyingi davlatlardan o'tdim deyapsiz, Dubayga ham bordim deyapsiz. U har bitta davlatda o'ziga yarasha bir urf-odatlari, boshqalari bor. Kecha kuni internetda ko'rgansiz, hamma ko'rdi menimcha. Bitta shu nemisga yoki anglichayinga kimdir kelib turib nos beryapti. Shu nosni chekib ko'rgin deyapti-da, u chekyapti. Bunga siz qanday qaraysiz? Bu o'sha odamning qilig'i to'g'ri ishmi? Bu kelayotgan odamga u endi tamaki mahsulotini unga beryapti. Kimnidir, endi men o'zim nos chekmayman-ku, kimgadir bu biz endi yoshligimizda oshna-og'alarimiz aytar edi, qattiq ta'sir qilib yiqitib qo'yadi odamni boshlanishida haligi kayfi. Birinchi bor degidi. Endi u yosh katta odam bo'lgani uchun balki unaqa emasdir, lekin bu kimgadir endi bu tamaki sigaret emas-da. Sal endi men o'zim asli jirkanaman endi, to'g'risi, nos chekmaganimga. Shuning uchun bu xuddi o'sha odam bilan yana bitta video ko'rdim. Menimcha Andijonda qaysidir lag'manxonaga kirgan, buning nima desa, unga lag'manidan, montisidan solib beryapti. Endi haligi mehmondo'stligimiz, qo'l ochiqligimiz, hali siz aytmoqchi, u ham o'zini vataniga borganda xuddi shu mavzuni ko'taradi-ku, aytadi, men O'zbekistonga bordim, shu bularda haligi to'g'risi, mana o'zingiz chetga chiqqaningizda bilasiz, bitta qahvani olsangiz ham $7-8 yo 10 yevrolarda atrofida pul bo'ladi. Qancha shu rivojlangan sari davlat. Demoqchimanki, shu nos berib chektirib ko'rib bu odamlarni qilgan qilig'i qay ma'noda to'g'ri yoki noto'g'ri? Noto'g'riligini hammamiz bilib turibmiz. Bitta narsani aytmoqchiman. Nima ish qilsangiz ham, qaysi davlatda bo'lsangiz ham, qanaqa daromad qilasiz, qanaqa tutasiz o'zingizni, ichasizmi, chekasizmi, yomon yurasizmi? Do'ppi bor-ku. O'zbeknikimi? Millatga dog' tushirmasa bu. Umumiy bir jamoani nomiga yetadigan bir mavzu bo'lyapti-da bu yerda. Qarang. Xitoyga bordim. Bitta xitoylik menga hurmatsizlik qilsa, men O'zbekistonga kelib turib, oshna, Sanchung Wangking meni manaqa qildi desam, nima bo'ladi? Men deyman shunaqa. Yo, Xitoyga boradim, xitoyliklar manaqa ekan deyman. To'g'rimi? Xuddi shu singari shu nos chektirgan akamizdan ham
Alloh o'zi rozi bo'lsin. Zo'r ish qilibsiz. Zo'r qilibsiz. Siz meni betimga nos tortgan bilan barobar qilibsiz. Siz mana shu insonni ham betiga nos tortibsiz. Siz shu 38 million insonni yuziga nos tortibsiz. Chunki har bittamiz qilgan ishimiz bu millatni yuziga dog' tushadigan. Chetga chiqqandan keyin o'zini chiroyli tutish kerak. O'zi uchun emas, o'zi o'lib ketmaydimi? Ha? Bu yerda ikki xil vaziyatda, bittasi yomonlik beryapti, bittasi unga lutf ko'rsatyapti. O'sha hozir montimi somsam bergan odam unga ikki xil emotsiya beryapti. Bittasi uni xotirasida yomon holatda qoladi, ikkinchisida bular mehmondo'st degan ana qoladi. Endi uni umumlashtiralsa, uni aqliyatim. Demak, yaxshi ana fikr bilan ketadi. Agar birinchisini yaxshi unga qattiqroq ta'sir qilsa, u birinchisi bilan ketadi. Xuddi shunaqa. Lekin bir ustozimiz aytgandi, inson cho'chqa tabiat bo'lmasligi kerak. Ya'ni cho'chqa pokiza narsani qo'ysangiz ham bunday qaraydida, teskari qarab, haligi nachas shunga o'xshash narsalarni yeb iste'mol qiladi-yu, e'tibor qaratmaydi. Cho'chqa tabiat insonlar ham bor-da. Ular ham pokiza, sizdagi yaxshi axloqlarni, yaxshi ozob bo'ladigan odoblarni ko'rmaydi. Siz qilgan bitta xatoni ko'radi. Negativlar bunday o'ylab qarasa. O'zini saviyasiga mos ravishda ish qilgan endi u odam, lekin aslida insonni psixikasi shunaqaki, bitta odam birov haqida yomon nimasini, negativini, ma'lumotini 10 ta odamga ulashadi. Lekin kimnidir yaxshiligini 2 ta odamga ulashar ekanda. Chunki yomonni ko'proq yoyadi-yu. Ba'zida mana odam aytadi, haligi kimdir mayt ustida aytib, bu kimdir aslida yomon odam bo'lgan bo'lsa, yomonlab ham ketib qolishi mumkin-ku. Haligi o'zini taassurotlari, o'sha odam bilan bo'lgan muloqotlari natijasida. O'shuning uchun siz aytmoqchi. Haligi inson ham 8 ta odamga yomon deydi-da. Albatta. O'zbekistonda 8 ta odamga borib turib vataniga aytadi. Ikkita somsa bilan monti berganini 2 ta odamga aytadi. Shunga aytmoqchiman. Yaxshi bo'laversin, yaxshilik yaxshi. Endi shu o'rinda savol. Hamma sizni kuzatuvchilaringiz asosan ko'rayotgan odamlar taniydigan Abror aka bilan hayotdagi Abror akaning farqi nima? Hayotda qo'polroq insonman. To'pori bola bo'lganman. Birov orqamga tepsa, oyog'ini sindirish uchun quvlaganman. Paytida. Hozir tepsa, aka g'izormayaptim deyman. O'sha o'zingiz hayot tarbiyalaydi-yu. Vaqt tarbiyalaydi erkak kishini. Hayot tarbiyalaydi, minuslar, pluslar tarbiyalaydi. O'zingiz xato qilganingizni tushunib yetasiz. Hozir ham ozgina jirakligim bor hayotda. Endi Instagramga vang qilib turib video qo'yib qo'ymaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Hayotda mashinamni kimdir qisib ketadi. Bizda bitta narsa bor-da, biz Andijonda demoqchi emasman, bizda bitta narsa bor. Sizni odamlar hurmat qiladi. Siz odamlarning hurmatidagi inson sizga nimadir qilib sizga hurmatsizlik qilsa, meni hurmatim bundan o'sadi degan narsa bor. Juda o'zi ham qisib ketaveradi mashinani. Lucy ko'p odam taniydi, qizil Spark'ni taniydi. Shunaqa holatda ko'p bo'lib turadi. Xo'p. Men hayotda jirakaman, xolos shu tarafim bor. Sizni nima majbur qilgan shunaqa aktiv bo'lishingizga? Bizda 2016-yilgacha juda katta moddiyatimiz bo'lgan, Allohga shukr. 2016-2017-yillarda birdaniga nolga tushasiz-ku. Biz minusga tushganmiz. Minusga tushganmiz. Karyeramni ofitsiantlikdan boshlaganman-da. 35 mingga ishlardim. Biz bilan ishlagan jamoalar hozir ham podishka qiladi, akalarim, Alloh rozi bo'lsin. Hayotingizda bir haftada deylik 1 kilo go'sht yeysiz. Shu narsa bo'lmay qoldi. Oilada yagona erkaksiz. O'sha g'am siznikida, to'g'rimi? Ya bu rizq Alloh beradi. Siz aktiv bo'lishingiz kerakmi? Harakat qilishingiz kerakmi? Oldin onam, singlim, ukalarim go'sht yeb turgan bo'lsa, men nima uchun tirib-tirmashmasligim kerak? Zamon menga boqmasa, nima uchun men zamonga boqmasligim kerak? Men umrimda rasmga tushgan odam emasman. Instagram yurishimdan oldin ham Saudiyada, Bahraynda, Qatarda, Dubayda bo'lgan bo'lsam, rasmga tushgan odam emasman. Men Redmi ishlatganman. Endi zamon shu narsani talab qilyapti, yaxshi moddiyatga, yaxshi hayot kechirishga, izlanishga, o'zingizni xohish, istaklaringizni amalga oshirishga. Nimaga men qilmayman? Odamlar qilyapti. Odamlar kulgan ustimdan, boshqa qilgan ulfatlarim.
kontentlar olyapsiz, men bilan yursa, bunday hazilomuz, Navro'zga borib qolamiz, pitsimiz, boshqa qilamiz. Birov tanib qoladi-da, bunday qiladi, Abror Andijon yo bir narsa qilsa, "Ha, sen bilan yuribman" anaqa. Hozir story olyapsam kallasini tiqadi. Men ham tushib qolaydim. Da. Hozir story olyapsam kallasini tiqadi. Meni atpiska qilgan ulfatlarim hozir aktiv kuzatadi, lekin like bosmaydi. Like bosmaydi. O'zi odamlar nimaga like bosadi? Sizni qo'llab-quvvatlasa, qilayotgan ijodingiz yoqsa like bosadi. Haligi narsani haligi qo'llab-quvvatlash uchun, yaxshi ko'rgani uchun. Endi keyin qarang mana Abrorbek nimada mana men o'zimizda santexnika do'kon bor, o'sha yerda ham blog yurgizadigan bolaga men aytaman-da, shu qanaqangidir shu g'ayritabiiy bir narsalarni hindlarni kontentida ko'rasiz. Endi ko'rganmisiz yo'qmi? Jinnilikda endi telbalik, nimadir to'g'ri turgan mana mikrofonni shunday oyog'ini kesib yuboryapti-da, taxtadan qilib qo'yapti. Bunday qilib qo'yapti. Shuni ko'rsangiz 46 millionta prosmotri bo'lganda, keyin yana bir qanaqadir boshqa narsa. Aytaylik, bitta iPhone shunday sindiryapti-da, bor iPhone yana o'shani bunday qilsa bo'lar ekan degan ma'noda yoki mana 3 ta kamera bo'lsa, bitta kamerasini sindiryapti, shunaqa bo'lyapti. Bunday qilyapti, yana 86 millionta prosmotr, million prosmotrda. Bu yerda bizda baribir jicha o'zbeklik nimada mentalitetda bir g'alamislik bormi? Siz aytmoqchi shu like bo'yicha ular buni shu solidarность deydi. Solidarность shunaqa narsaki, haligi siz biron bitta muvaffaqiyatga erishgan bo'lsangiz, o'shanga men juda xursandman yoki meni ijobiy fikrim degan mana like bosilgan bo'lsa, ular bo'lsa bo'lmasa, to'g'rilikmi, jinnilikmi hammasini ular ko'rib like bosib, yana u o'zlarini gruppalariga 40 martadan jo'natib qo'yar ekanda ularni. Qo'llab-quvvatlaydi. Xususiyati sizni rekka, topga, tepaga olib chiqib qo'yishlik uchun. Bizda asha siz aytmoqchi boshida siz bilan atpiska qilib chiqib ketgan tanishingizmi yoki uzoq bir do'stingizmi, keyin sizni omadliligingizni bilgandan keyin o'sha sizga yaqin bo'lishni xohlaganda, shu demoqchimanki, baribir bir millatda ham bir nozik joyi bor ekan. Moyilligi bu narsaga, o'sha g'alamislikka yoki shu ijobiy pozitiv odamlik. Mahalla deb olaylik. Katta davlat deb gapirsak noto'g'ri bo'lib qoladi. Mahallamda men yutuqqa erishsam, ko'tarilib zvezda bo'lib, taniqli inson bo'lib ketsam, stalbalarda hech bo'lmasa yangilab qo'yishim mumkinmi? Mumkin. Mahallamga foydami? Qo'limdan kelsa, moddiyatim bo'lib ketsa, asfalt qilib qo'yishim mumkinmi? Mahallamga foydami? Moddiyatimiz. Suv kelmagan mahallalarim bo'lsa, olib kelib qo'yish mumkinmi? Ichingizdan chiqayotgan kim bo'lishdan qat'iy nazar, u qo'shiqchi bo'ladimi, kino aktyori bo'ladimi, bloger bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, siz sababini qilib poddeshga qilib qo'ying. Qanaqadir bir moddiyat tegib qoladi-da. O'zimizni o'zbek oddiy maqol, shu qo'shning bir uyga gilam yo to'shak olsa xursand bo'l, bir burchagida o'tirish nasib qiladi senga. Menda qaslashadigan vaziyatlar bo'lib qoladi-da. Ichimda o'tkazib yuborsa, liboy holatda. Yangi blog yurgizib boshladim. Instagramga qanday kirib kelganman? Birinchi videoyimni aytib beray, o'chirib yuborganman. 2024-yil 31-mart sanasida Nursulton Ro'ziboyev ustoz. Men endi qariyb 15 yildan beri sport ichdaman. Tashlaganimni eslolmayman. Jigarim og'riganda tashlaganman. Operatsiyalar bo'lganda, hozir ham shu. Nursulton aka Ro'ziboyevni sportni ichidagi eng hurmat qilgan birinchi raqamli insonim. Andijonlik, Shahrixonlik, o'zbekda o'g'loni bo'lgandan xursandman. Qirg'izistonlik bo'lganda men hurmat qilardim. Bunaqa xarakteristik inson. Hurmat qilaman, yutdi. Hali soch ko'pgina eddi yutdi-da. Men banner qildim, to'rtburchak. Banner qilib, Nursulton akam rasmi, bu tarafda u Eddi rasmi. Eddiga X qo'ydimda, Nursulton Ro'ziboyev uchun bitta signal dedim. 1800 ta obunachim bor. O'zim oshnalarim. Yangi bozor hududiga chiqib turib yutgan paytda shunday ko'tardim. Pip signallar svetoforda boshqa joyda 14 tankada xolis oldida. Instagramga joyladimda bir kundan keyin 1.300.000 prosmotr bo'libdi. Auditoriyam 9.000 taga yetibdi. Wow. Odamlar meni tanib qolmasin deb ochki taqib olib do'p kiyib olganman. Nimaga yemay qolsa-chi? Odamlar kulgi qiladi. Mana o'zbekchiligimiz bor, qo'rqamiz. Zo'r edi. Inson harakat qilsa bo'lar ekan deyapman. Inson harakat qilsa bo'lar ekan. Zo'r bo'lib Instagramga kirib ketdim, blog boshladim. Iltimos qilyapman restoranga kirib. Restoraningizda bitta kontent qilib olaylik, iltimos. Mana bunaqa
Blogga boshladik, bizda ham 9000 ta auditoriyamiz bor. Sizdan reklama pul talab qilmayapmiz. Shu oshxona temada kontentim bor. Andijondagi bir 5 ta restorandan atkaz olganman. 5 ta restorandan atkaz olganman. Undan ikkitasi, bundan 5 oy oldin bittasi, 8 oy oldin bittasi reklamaga chiqqan. Endi meni pulga sotib ola olmaydi. Aniq. Bekarga xizmat taklif qilganimda olmagan odamlar natijaga erishganimda pulga ham sota olmaydi. Atrofingizdagi insonlarga go'zal munosabatda bo'ling. Kimi kim bo'lishini Alloh biladi. Akamsiz har davrada aytaman. Atrofingdagi insonlarga go'zal munosabatda bo'l. Kimi kim bo'lishini Alloh biladi. Shuna bo'lib kirib keldik Instagramga. Shu nima berdi? Eng katta. Juda ko'p do'stlar berdi. Ular vaqtinchalik do'stmi yoki davom etadigan? Amalingizga bog'liq. Siz ana shu 2 yil davomida qilayotgan amalingiz Instagramda yaxshi bo'lsa, Instagram yo'q bo'lib ketsa, men hali bolayu, ukajon, men sizni bir vaqtlar kuzatganman. Zo'r kontentlar qiladisa, 5 top o'yin hoji deb turib qo'lim oladi-da. To'g'rimi? Bu yo'lda ketayotganda palonchi uy demaydi. Uni prosmotr menikidan ko'p. Lekin oldiga borib bitta rasmga tushaylik, bitta ko'rishaylik degan narsani qilmaydi. Allohga shukr, shunaqa aziz qilib qo'yganiga, qayerga borsam negativ fikrda bo'ladigan insonlar menga nisbatan kam. Kattalar orasida. Yoshlarga e'tibor qaratmayman. Ular hali o'zini anglab olganda, o'zini tushunganda, meni bosib o'tgan yo'llarimni bosib o'tganda keyin biladi. Onangiz nima degan? Bu Safarga ketayotganimdami? yo umuman bu ishlaringizga. Blog yuritishingizga. Blog yurishganmi? Onam menga ishonadi. Baribir onam to'sqinlik qilmaydi. Nimaga? Yerga ursa bolaligida osmonga sapchiganman-da. Men Elbrus tog'ini zabt etayotganimda ham ona shuncha o'g'lingizni yerga urishda osmonga sapchiydigan vaqtim keldi degandim. Tushunyapsizmi? Chunki aytdim-ku sizga 2017-yilda biz nol emas, minus bo'lganmiz hayotimiz. Endi oilani shu narsadan olib chiqib ketish kerakmi? Biz yurgan yo'llar to'sildi-da. Davr bu narsani talab qilmayapti. Zamon bu narsani talab qilyapti. Men boshqa yo'llardan yurishga majburman. Harom bo'lmasin bo'ldi, tamom. Natija gapiradi. Oilada ham. Elbrus Everestga chiqdim dedi. Elbrus. Ko'rmaysizmi oxirgacha? Yo'q, u 2017-yil bo'lsa, oldingi davrda. Yo'q, emas, yaqinda 2025-yil Sparkda Elbrus tog'iga borib, Kavkazga O'zbekiston bayrog'ini, Falastin bayrog'ini, O'rta Osiyo xalq bayrog'ini qo'yib tushganman. O'zbeklar orasida sanoqli insonlar qatoriga kiraman. O'limni bo'ynimga olib, Elbrus tog'ini zabt etgan. Necha foiz risk? 99%. Bitta dumalaksiz o'lasiz. Kislorod bilan chiqqanman. Jamoa odam bo'lganmi sherik? Alpinist bo'lgan. Oldimda men o'zbeklardan bitta, men rus tilini umuman tushunmayman. Qolganlar bilan deksametazon qanaqadir gormonlar olib chiqishganda, men rus tilini umuman tushunmayman. Moni ichib ol, moni yeb ol, bilmayman. Och qoringa grechkani yeb toqqa chiqib ketyapman. Elbrus tog'iga chiqib O'zbekiston bayrog'ini qo'yib tushdik. 5462 metr balandlikka. Menga diplom berdi, tushyapman. Komanda o'tiribdi, alpinistlar. Abror shunaqa O'rta Osiyodan, O'zbekistondan nechinchidir dedi, rusdan tushunmadim. Aytdiki, zaft etganlar qatorida deb shunday diplom berdi. Men mag'rurlanib ketdim. Ya'ni yashayotganimdan menda nimadir ozuqa bor. Men ertaga nevaramga men mana tog'ni zaft etganman deyallayman. U tog'ni bir vaqtlar Amir Temur ana shu Kavkaz hududlarini bosib olayotgan vaqtda chechenlarni millat haqida yomon gapirmoqchi emasman, lekin biz o'zbekka nisbatan Rossiyada chechenlar uruyini baland. To'g'rimi? Hali ko'cha tomonlama ham, hamma tomonlama. Ana shulardan toqqacha quvlab borgan ekan Amir Temur. Ayollarini tashab chechenlar tepaga qochgan ekan. Tushunyapsizmi? Chechenlar Amir Temur zaft etgan tog'ni tepasiga O'zbekiston bayrog'ini nechun qo'yib tushmayman dedim-da. Qo'yib tushdim. Maqsadimga erishdim. O'zbek o'zi Amir Temur tarixdan shu Moskvagacha borgan, qaytgan-ku. To'liq egallab boshqa qilmagan. Bunga nima sabab bo'lgan? Bunga sabab ko'p odam aytadi, yaqinlar bu bola jinni deydi. Insonlar qilsa o'ylanadigan ishlar bor-ku. Men qilib amalda ko'rsatishni xohlayman. Harakat qilsa inson Qo'ldan kelishligini qo'lidan keladi. isbotlash uchun. 2 yilda 700 qancha ming auditoriya bo'lib ketdi. Bo'lar ekan-a. Umrida rasmiy tushmagan odamlar. Elbrus tog'ini zaft etdim bo'lar ekan-a. Hindistonga bordim bo'lar ekan-a.
yana xatlarga deb borib tashladik mana Allohga shukr. Bo'lar ekan, u harakat qilsa bo'lar ekan, Xudoyim berar ekan, so'rasangiz. Shu O'zbekistonda turib 12 ta viloyatga men ham shaxsan har biriga bormaganman. Viloyat Bordim. markaziga. Har bir hududda o'rgandim. Qanaqa insonlar bilan millatdoshlikni o'rgandim. Ya'ni men ham mashina olsam o'shana bir safar qilib yo'lma-yo'l ko'rib niyatim bo'lib qolyapti. Hozir shu gaplaringizdan keyin. Shu planlarim ichida ochiqlab qo'yay. Mendan keyin yana kimdir qilsa ham xursand bo'laman. Mendan oldin qilsa ham xursand bo'laman. Yaqinda musofirni kundaligi degan loyiham bor. Musofirni kundaligi. Rossiya hududlarini bir tarafidan kirib, narigi tarafidan chiqmoqchiman o'zimni mashinamda. Har bir musofir bilan ko'rishmoqchiman. Mana shu do'ppidan moddiyatim yetgancha olib har biriga kiydirib chiqmoqchiman. Nima maqsad? Maqsad haligi mashinangiz zo'r ekan deb ish qilasizku, boylardan so'rashadi-ku. Musofirda ishlayotgan inson duosi ijobatmi? Ularning duosini olish bu bir. Keyin xavotir olma, seni onang meni onam, seni otang meni otam, sen bilan biz bittamiz. Musofirda turib qaysidir o'zbekning boshiga qanaqadir mushkulot tushsa, sen bartaraf qil men uchun. Ko'ziga qarab turib aytingda, qaysidir o'zbek unga xiyonat qilsa ham ana narsa bor. Esda qoladi gap. Ularda yuragini bor-u, ichini bunday ochib turib, biz shu 38 million odam bitta tan, bitta millatligimizni tushuntirib chiqish. Keyin u yoqdagi ba'zi odamlarga o'zbekligini ham eslatib qo'yish kerak ekan. Albatta. Nimaga desangiz, kecha bitta odam taksi, o'zbek taksist bitta hududga kirsa, bittasi kelib ruscha gapiryapti. Bu shaxsiy hudud kirma deyapti. Bo'lmay odamim bor chiqib ketaman desa, hali yana ruschada pul to'laysan deb gapiryapti. Bunday qarab, men musulmonman. Siz ham o'zbek o'zbeksiz shekilli deydi. Ha, o'zbekman deyapti. O'zbekcha gapiravering deyapti. Haligi o'zbekman deyapti. U shaxsiy hudud bilan boshqa bo'larmi? Chiqmaysan, pul bermasang hech qayerga qo'ymayman, mashinani olib qo'yaman deyapti. Hali o'zbekda shunaqangi qilyapti, Rossiyada turib. Haligi odam kerak bo'lsa o'zini o'zbekligini unutib qo'yib, ruscha gapirib, haligi odamni qanaqadir unga yomonlik qilish maqsad bo'lib qolgan. Bizda bitta narsa bor. Faqat o'zimiz o'ylaymiz. Millat uchun yonish, millat uchun kuyish, vatan uchun, vatan omon bo'lsin. Vatan omon bo'lsin aka. Xudbin. Ha, aka o'zimiz o'ylamaylik. Oddiy holat. Oshnangiz Rossiyadan ketganlar bormi ichida? Nima ish qilasiz? Kim menmi? Shu yerda 1000 so'm, 2000 so'm qilib oling deb ishlaysiz. Ichinglarda zavodi bor oshnanglar bormi? Bor. Nimaga shu oshnangizga aka olib qolib zavodidan ish bermaydi? Ha. Biz vatanda turib bir-birimizni o'ylamayapmiz. Musofirda qana o'ylaydi. Ha. Tushunyapsizmi? Birlash degan narsa. Aka, sharoiti yo'q ulfatingizni sizda haqqi bor. Siz uni nimaga musofirga chiqarib yuboryapsiz? Oilasidan iroda, ayolidan iroda. To'g'rimi? Sharoit vaqtingiz anaqangiz bo'lib, sharoitingiz bo'lib turib. Eshitib olinglar, boylar, tadbirkorlar, biznesmenlar. Oshnangiz sizdan o'tib ketsa yutug'ingiz. Sizni qo'lingizda ishlab tirikchilik qilsa ham yutug'ingiz. Ertaga mana men shu narsani xohlayman. Oshnalarim kelish, armiya bo'laylik, boy bo'laylik. Bittamiz davay dam olgani Turkiyaga desa, bittamiz meni sharoitim yo'q. Choyxonani aytmayapman. Turkiyaga dam olgan boradi desa, davay ketdik desin. Xitoyga boramiz desa, davay ketdik desin. Shunga ko'ryapman-da, buni oyligi yaxshi bo'lmayapti. Topish yaxshi emas. Sen manoni qil, zo'r bo'lib ketasan. Ya'ni menda ishga olishga imkoniyat bo'lsa olyapman. Yo'q bo'lsa seni to'g'rilab beray. O'zida bo'lmayapti. Oddiy buni qo'lida ishlashni xohlanmagan narsa degan narsa bo'lyapti. Birlashaylik, bir bo'laylik. Biz eng kuchga ega g'ayratli insonlarni farzandimizda tarix xohlasak, xohlamasak bu genetikada ham, fanda ham, islomda ham aka isbotlangan deb o'ylayman. Amir Temurni 0.100% bo'lsa ham tomirimizda qoni borligi. Mana isbotlanyapti, Bahodir Jalollar chempion bo'lyapti, to'g'rimi? Og'darib boryapti. Nimaga? Yakka tartibda bo'ladigan sport o'yinlarda biz peshqadammiz, jamoaviylarda orqadamiz. Xudbinlik? Da, o'zini o'ylashlik. O'zimiz o'ylaymiz. Zo'r vaziyatda varataga tap tepadigan sherikka bersa gol uradi, yo'q biz o'zimiz tepamiz. Tushunyapsizmi? Shu. Birlashsak katta kuchimiz. Katta kuchimiz. Birinchi eng katta topgan pulingiz qancha bo'lgan? Shu blogerlik sohasi, Instagram yurgizgandan keyingi. Yo'q, uni ochiqlamaylik-ku. Instagramdan oldingisini ayting.
Saudiya Arabistoniga 2018-yil borganimda 3 oyda $6,400 pul topganman. Nima ish qilib? Bin Salmonga anaqa Caviar Casper degan restoranda ishlaganman. Desertlar qilardim, salatlar qilardim. Men Bin Salmonga salat qilib berganman. Ha. Shahzodalarga Saudiya Arabistonida. Riyad Season degan bir festival bo'lgan. Allohning izni bilan rizqimiz qo'shilib qolgan. Ingliz tilini o'rganyapman. Dubaydan atkaz kelyapti. Qatardan atkaz kelyapti. U payt men tushkunlikka tushib, estrogen bilan kortizol gormoni oshib ketgan payt. Chunki juda ko'p minusga tushganman. Moddiyat tomonlama, ruhiy tomonlama, oilaviy muammolar bor. Yana bo'lyapti-da. Andijonda bir kafeda ofitsiant bo'lib ishlayman 35 ming so'mga. Raza bo'lyapti minus, yana atkaz olyapman. Allohning izni bilan Saudiya Arabistoniga ana shu $2,000 atrofidagi oylikka offer kelgan. Mana sabrni tagi nima ekan? Men Dubaydagi $500 ga rozi bo'lib ketyaptim. Ulardan atkaz keldi-da. O'shunda sababi bo'lib qoldi. Bordik. Birinchi marta 2019-yilga o'tar vaqtlarda umra qildik. Allohning izni bilan ko'p do'stlar ortdik. U paytda umraga borish degan narsa yosh kattalarga $2,700, $3,000 o'chirib turib boriladigan paytlar. Davlat tomonidan bor. Davlat tomonidan. Biz Allohning izni bilan rizqimiz qo'shilib qoldi ashiga. Bordik. Keldim, meni dunyoim o'zgardi. Insonlarning munosabati, yashash tarzingiz, to'g'rimi? Ancha chuqurlashib ketdim. Din tomonlama, o'zim tarsimga, kiyinishimga, boshqa madaniyatimga, ishlab rasmga tushgan uyalardim deyapman. Keyin zamon bilan hamnafas bo'lib, men boshladim Instagramda. Ana shu paytlarda $6,300 topganman, Spark olganman sariq. Ozgina moddiyat qarzdalarim berib. Birinchi Sparkimda o'sha qizilmi? Yo'q, Sparkni yaqinda oldim. U Sparkim 2019-yil olingan Spark. Sparkni sotib, yana qaytib keldi deganda ko'rdim. Voy. Instagramdan yaxshi topaman. Nimaga? Reklamani arzon olaman. Arzon olmay o'zi bekarga olaman. Lekin doimiy tarzda qiladigan mahsulotlarim, hamkor bo'lib ishlaydigan mahsulotlarim bor, u qimmat. Biznes Instagramda o'zim bizneslarimni rivojlantiraman deb ochganman-da. Bir ikkita, uchta biznesga qo'shilib qo'yganmiz, ilmsizlik qilib, yoshlik qilib yoki shashilib. Ha? Nimadir sabab. Men aybni atrofdan emas, o'zimdan ko'raman. Shundan kattaroq summalarga uydagilar bilmaydi, o'tirib qolganman. Kamerani yaqib gapira olmayapman. Nima katta qarzingiz bor-da. Erkak kishini qarzi bo'lsa, miya 100% ishlayotganda 90% qarzda o'ylaydi. 10% bilan siz yutuqqa erisha olmaysiz. 90% zaynat, uji qarz mo'ljallayapti. Hamma yo'g'imni sotdim, qarz oldim, u yoqdan bu yoqdan qildim, nasiyaga boshi ochiqqa mashina olib sotib qolib, haligi insonlardan nomimni oqlash uchun qarzni beryapman pulni. Chunki ular meni Abroy Elchi deb biladi, Instagramda yaxshi hurmat qilishadi. Ularda oldin lafsiz bo'lmasligim kerak, pullarni qaytarib berishim kerak. Shunaqa holat bo'lib qoldi, men reklama qilganman, men bankrot bo'ldim. Kalta meni boshimga sindi. Pullarni berdim hammasini. O'sha paytda obunachilarimga deb olingan Lucy atalmish qizil Sparkim sotilib ketgan. 1 yil o'tib Xitoyga ketishimdan 3-4 kun oldin akamiz Abrorbek sotaman. Qanaqa vaziyat dedi. Aka 1 kun kuting dedim. Pulim yo'q, lekin ittigacha xudo boshqa nimadir bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bittasi kun bitta akamiz kelib turib, Lusso Art degan kompaniya bor, atachintalar ishlab chiqaradi. 1 yil do'g'riga pul berib ketdi. Men mashinadan olib qo'ydim mana shu kun. 1 kun oldin pulim yo'q edi. Yana oldim uni. Shunaqa gaplar. Yaxshi xotiralar bo'lgan. Ha, O'zbekiston tanitgan, chetga chiqqanman mashinada. Pul odamni buzadimi? Insonga bog'liq. Pul sizni buzadi. Menimcha yo'q. Agar buzishga harakat qilganda, men pulni emas, pul meni bugungacha boshqargan bo'lardi. Menda katta kontraktlar bor edi. Atkaz qilganim. Maqsad faqat pul emas u. Juda katta senada aka. Oddiyaligi onlayn qimorlardan ham katta shartnomalar kelgan. O'zbekistonda insonlarga unaqa manfaatli bo'lmaydigan mahsulotlardan ham katta shartnomalar kelgan. Nima uchun atkaz qildim? Agar xudbin bo'lganimda ashna olamidim. Menga foydada u $50-60 ming zo'r pulda. Katta pul. Katta pul. Qimorni gapirmayapman, shunchaki narsani aytyapman, mahsulot. Lekin u insonlarga unaqa foydali emas. Meni kuzatayotgan odamlar biladi, akkauntimda 99% reklama bekarga.
ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlayman. Nimaga? Mana shu mahsulotni siz ishlab chiqarasiz. Men buni videosini qo'yib berdim. Siz buni Tojikistonga sotdingiz yoki Qirg'izistonga sotdingiz. Bu mahsulot ketdi-da, u yoqdan pul keldi. O'zbekiston boyidimi? Boyida. Haligi tadbirkor boyidimi? 10 ta ishchisi 12 ta bo'ladimi? 2 ta odamni qora qozon qaynaydi. Shunga sababchi bo'lib qolsam, qancha ajr bor? To'g'ri. Sizda o'ylaydiganlar deyarli yo'q bo'lsa kerak. Bilmadim. Muzaffar akam bor. Miller. Tadbirkorlarni M2 birlashtiradi tadbirkorlardan ancha. Aka qarang. Portugaliya eng zvezda insoni Cristiano Ronaldomi? Portugaliyadagi jamiki futbol maktablari faqat Cristiano'dagi inson bitta odam chiqib qolish uchun. Tushunyapsiz? Demak, biz ham ichimizda blog sohasida ham, shaxsiy brendda ham, boshqasida ham shuncha qilinayotgan mehnatlar, boshqalar xohlasangiz, xohlamasangiz guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi-ku. Ichimizdan 2-3 ta chiqadi. Millatni o'ylaydigan, xalqni o'ylaydigan, tadbirkorlikni o'ylaydigan. Lekin meni bitta postga chaqirib bering, olib bering desa, marketologlar telefon qilsa men qimmat summa aytaman. Obunachim telefon qilsa boshqa summa aytaman. Nimaga? Telefon qilishiga sabab bo'lgan o'zida. Agar meni auditoriyam 10 ta bo'lsa, bu odam telefon qilardi. To'g'ri. Qanaqa qilib men marketolog telefon qilsa boshqa summa, bu inson boshqa qilsa u summani aytaman. Birlashaylik, zo'r bo'ladi. Har tomonlama. Har tomonlama. Tadbirkorlar ham birlashsak katta kuchimiz. Katta kuchimiz. Bizdaqa energiya Yevropada hech kimda yo'q. Unutmanglar, bizdagi tadbirkorlarning energiyasi Amerikada ham yo'q, Steve Jobsda ham yo'q, ana kimida Elon Muskmi? Unda ham bizning tadbirkorlardagi energiya yo'q. Ishoninglar, bizkilar zaryad bilan harakat qiladi. Bizkilarda birinchi eng katta haligi maqsad shu oilani boqishlik uchun shu hamma narsani xatarga qo'yib bo'lsa ham, shu Rossiyaga ketyapti, shu yerlarda urush bo'layotgan mamlakatlarga ham boringki, qaysi mana misol uchun hozir logistika bilan shug'ullanadigan, transport bilan shug'ullanadiganlar, mana o'zingiz bilasiz, bizga Erondan keladigan juda ko'p narsa bor. Go'sht mahsuloti, yog', kerak bo'lsa pista mahsulotlari, o'zini hayotini xatarga qo'yib bo'lsa ham boryapti. Shu bizga asosiysi, siz aytmoqchi, biz erkak kishimiz, uydagi onamiz, ayolimiz, farzandlarimizni shu ta'minoti biz bo'ynimizda qilishga majburmiz. Xuddi shunday, o'sha tinmaymiz, tinchimaymiz. Bu mana shu oddiy bitta O'rta Osiyo hududidagi bizni ajralib turgan bir tomonimiz ham shu o'zi aslida. Misol uchun boringki Qirg'izistonga borsangiz, Qozog'istonga borsangiz ham bizdaqa bunchalik haligi tirishqoq, g'ayratli emasda insonlar. Hech yig'lab turasizmi? Ko'p. Ko'p. Balki irodasizman deymanmi? Balki Irodasizlikka buncha qilingan harakatlarda anaqa to'g'ri. Ojiz bo'lib qolamanmi? Dardingizni kimgadir aytgingiz keladi-ku. Ha? Qanday tushuntirsam bo'ladi? Men akaman-da. Men ukam bilan gaplashmayotganimga 1,5 yil oldi. Radnoy ukam bilan. Sabab nima? 38 million aholini birlashtirmoqchi bo'lyapman, men hali ukam bilan birlashganim yo'q. Tushunyapsizmi? Menda biznes, men bilan ishlamoqchi bo'lgan insonlar juda ko'p. Akkauntim bor. Ha, bitta biznes qilaylik, mana qilaylik, mana. Men hali o'zim Radnoy ukam bilan birlashganim yo'q. Qatta eshitib olinglar akalar, ota-onalar. Farzandingiz birlashmayaptimi? Eng katta minus sizda. Farzandlarni birlashmasligiga, inoq bo'lmasligiga eng katta sabab ota-ona. Nimaga? Siz ukani akadan ustun ko'rasizda. To'g'ri, tabiatimizda bor. Men ham farzandimni kichkinami yo kattami bir-biridan ustun ko'rishim mumkin. Lekin oshkora qila olmayman. Ham qiziq. Ular yosh bolada. Ular yosh bola. Shundoq ekan, eng katta sabab sizda. Agar farzandlaringiz birlashmayotgan bo'lsa, agar ular zo'r bo'lsa, demak sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Endi xolisimi yo'qmi, insonning tabiati shunday. Shunaqa. Inson haligi qalbni majburlatib yoki meni
ko'nglingizni xushlatishga yoki bu insonni ko'nglini xushlatishga siz buyruq berolmaysiz. Qaysidir hislatim meni yoki buniki yoqishi mumkin. Xuddi shunday farzandlarni kategoriyasiga kelganda ham. To'g'ri. 4 ta farzandingiz bo'lsa, to'ralasini har xilda xushlaysiz. Bu endi tabiatan shuga. Uni ichkarida oshkor qilmanglar demoqchiman. To'ralasini ichida. Ha, ochiq. Aka yosh bola. 8 yashar farzandingiz, kattasi 10 yashar deylik. Ularga Malibu olib bersangiz yaxshi ko'rinasizmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Yosh bolaga nima kerak? Kichkina to'p kerak, o'yinchoq kerak. Bo'ldi, tamom. Shu narsa mana talab qiladigan payti bo'ladi-da o'zini. Hozir olib bersa yaxshi. Odamlar nimadir bo'lsa Malibu olib bersa yaxshi bolaga. Lekin yosh bolani aka meni dunyo qarashim balki xatodir. Farzandlarini bitta maktabda o'qitdimi, keyingisini ham iqtidordan kelib chiqarish maktabda o'qish xohlayman. Xususiy bo'ladimi, oddiy bo'ladimi? Mehr berayotganda aka ikkalasiga teng berishni xohlayman. Bo'yida. Qizim bo'ladimi, o'g'lim bo'ladimi? Nimaga? Axshiladi meni tepib ko'madigan. Tepalab ko'madigan shularmi? Yosh bolani o'rtasida ham anaqa bo'ladimi? Mana xudbinlik bor deyapsiz-ku, to'g'rimi? Meni ota-onam yaxshi ko'rmaydi degan narsa bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Kattasini erkalasiz, kichkinasi qolib ketishi mumkinmi? Ha? Yoki akang zo'r degan narsani ukaga aytyapsiz. Ha? Ha bo'ldi, ukam zo'r ekan dedi butun umr. Yo ukangizga aytyapsiz, ukang sen ukangdaqa bo'la olmaysan. Aka butun umr ukasidaqa bo'la olmaydi. Shuning uchun aka tarozini pallasini tarbiyada go'zal qaratsanglar, inshaalloh sizlardan keyin ham, sizlar odam 20 yoshda uylandi. 50-70 yil umr ko'radi. 50 yildan keyin o'ldinglar. Sizlardan keyingi qoladiganlar yana 20 yil umr ko'rish mumkin. Undan keyingi zamon sizlar yashagan zamondaqa bo'lmasligi mumkin. Sizlardaqa oson bo'lmasligi mumkin. Shu vaziyatda haligilarni mana shundoq qilib qo'yib ketish ota-onaning vazifasi. Itoat oddiy korxonada. Bitta sarkardami? 10 bosh, 100 bosh, 1000 bosh bo'lgan, Amir Temurda ham itoat bo'lmasa, ha? Korxona yuradimi? Yo'q. Oilachi. Go'zal tarzda. Har kimning o'zining vaqti, vazifasi bor. Ha, kattami, kattani katta vazifasi bor. Kichkinami, kichkina vazifasi bor. O'zingizlar bilasizlar. Shunaqa holatlar bo'lsa-ki, aka, Xudo xolasa hammasi go'zal bo'ladi. Avvalo taqdir. Yo'q, keyin ba'zida Abrorbek shunaqa narsa borki, mana aytaylik, qaysidir ota-ona bitta farzandini shu juda ham moyil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Qo'lidan keladigan, ba'zida mana misol biz o'zimizni oshna og'aynilarning o'rtasida ham shu narsaga men o'zim guvohi bo'laman, payqayman. Aytadiki, ukam o'zini qolgan ishlari bilan yuradi, vaholanki men qayergadir onam qayergadir olib borib kelishim kerak. Qaysidir ma'noda o'sha mushkullarni, masalalarni yechadigan menman deydiganlar bor. Lekin men o'ylaymanki, o'sha ona yoki ota o'sha bitta farzandga suyanib qoldimi, demak o'shini qo'lidan kelishligini bilib turib, o'shini qo'lidan shu uddabironlarcha yoki qoyilmaqom qilib qiladi o'sha farzand o'sha narsani degan ma'no bor. Ba'zida oilada shunaqa narsa bo'lishi mumkinki, katta farzand ota-ona murojaat qilib, sen menga shu masalalarni yechib ber, yo bozorimni qilib ber, yo sen go'sht yaxshi olasan, go'shtni olib ber deb aytaversa, bu katta farzand aytishi mumkin, bu men galma-gal qilaylik deyishi mumkin. Aslida lekin biz farzandlar endi ota-onaga munosabatimizda biz galma-gallik qilishimiz kerak emas deb o'ylayman. Yo'q. Biz aslida musobaqalashishimiz kerak. Kimda kim bir ota-onasiga yaxshilik qilyaptimi? Chunki shu dunyoga keltirishiga sababchi bo'lgan u insonlar. Endi buni seni galing, meni galim qilib har safar almashishda emas. Bularga yaxshilik qilishda kim chopqirroqlikka o'tish nuqtasi ham bor-da. Endi siz aytmoqchi bo'lgan tangani bu tarafi ham bor o'zi aslida. Men u temada gapirmoqchi emasman. Bolaligida. Bolaligida e'tibor qarating, yoshlarni kiyintirishingizda ham, boshqasida ham, ya'ni ustun bo'lish kerak aka. Bu bir. Chunki u o'lsa, ota o'lsa, aka ota vazifasiga chiqadi. Albatta. Tushundingizmi? Ota vazifasiga chiqadi.
Shunday ekan oilada qaysi bir erkak kishini yoshi baland bo'lgandan keyin shu aka aslida Avrorbek Hasan Husanni o'rtasida 1 minut farqi bo'ladigan bo'lsa Husanboy Hasanboy bilan husumatlashishga haqqi yo'q. to'ppa-to'g'ri. Husanboyni agarda 1 minut erta Hasanboy akasi bo'lsa, husumatlashishga haqqi yo'q. Xafa bo'lishga haqqi yo'q o'sha akadan. Haqqi yo'q. Aka to'g'ri gapirdi, bo'ldi. Shu bir shariat hukmi bu asli. Oq paketni ushlab turib, bu qora desa, undan kichkinalar, mana komandam deb aytaman. Bitani borlar tushuninglar. Mana qora paket. Ishxonamda. Servisda. Bo'ldi aka qora paket deydi. Shunda ishxonamizda nizo kelib chiqmaydi. Bu men doim ustoz deb bilaman, mendan bitta yutuq ko'proq erishgan odam yoki 1 yosh katta odam. Bu bekorga gapirmayapti. Bekorga buni oq demayapti. Shu narsa itoat bo'lsa, yo bu yo u bilan bo'lmaydi. U joyda baraka ham bo'lmaydi, o'sish ham bo'lmaydi. Xuddi shu singari hujumchini vazifasi bor-a, gol urish, vartabonlik to'sish. Oilada ham shunaqa bo'lishi kerak. Ukaniki uka, akaniki aka, singilniki singil, opaniki opa. Shar'iy tomonlama hammasini o'zini vazifasi bor. Shularni qilsa, tamom hayot go'zal bo'ladi. Singlingiz bor-a? Singli bor. Qanaqa ekansiz? Endi singlimi men singlim demayman, jannatim deyman. Singlim bir muslimaxon deb chaqirmaganman-da, jannatim bo'ldi tamom. Ko'tarib, tovuq qilayotgan videolaringizni ham qo'ygan ekansiz. Ha, u jannatim bu. Chunki biz o'ta minus holatlarimizda inson nimanidir bilan ovunadi-yu, biz singlim bilan ovunganmiz. Tushunyapsizmi? Hayot qiyinchiligi, moddiyat hammasidan bizni qo'g'irchog'imiz singlim edi. Singlim bilan ovunganmiz biz oilada. Shuning uchun u bizning jannatimiz. Ayolimga aytaman. Sizni bunaqa singlingiz yo'q deyman. Keyin sizni mendaqa akangiz yo'q deyman. Ikkita akasi bor, lekin birortasi jannatim deb erkalatmaydi. Hazillashib singlim oldida aytaman. Jannatim deb qo'yaman. Insonga shu ma'naviy ozuqachalik emotsiyani hech narsa bera olmaydi-da. Qayergadir borib dam olishingiz, xuddi shu aytib shu haligi mana shariat hukmida ota-onangizni rozi qilmasdan 1000 marta haj qilmaysizmi, qabul bo'lmaydi deydi. O'sha siz aytmoqchi silay rahmda, silay rahmda shu aka ukadan xabar olishligi yoki singildan g'amxo'rlik qilishligi bu o'sha eng bitta oliy bir ne'matda. Shunaqa. Ukam musofirda. Londonda ishlaydi. O'qiydi. Noto'g'ri qadam tashlayotganini ko'ra bilib turibman. Mana ishlarni qil. Aka men siz bilan ish qilgandan ko'ra eshitagida semizga sotirib o'tirganim afzal deyapti, stol qo'yib turib. Balki qaydadir zulm qilgandirman. Balki qanaqadir xato bo'lgandir. Lekin menga hozir deb turadigan kerak. Begona bo'lsa ham kerak. Do'st, oddiy. Endi ukani qo'yavering. Aka bilan. Prosta do'st kerak deb turadigan. Agar bu ukam yoki akam bo'lsa, undan ham afzal. Men yerda minday qilishga harakat qilaman. Buni qila olmayman. O'zingizlar ham tushunib turibsizlar, lekin men harakat qilaman. Chunki yonimda sherigim bor-da. Tog'da u. Tushunyapsiz? U yoqdan vaqtni ukam 24 ga kirgan bo'lsa, men ukam haqida gapirishga kelmadim, shunchaki men 24 yoshimda ko'p yutuqlarim bor edi. Tushunyapsiz? Inson musofirda pul topib tezroq vatanga qaytish kerak. $2000 pul topyapsiz Yevropada. 5 yilda 5 yilda qancha pul topishingiz mumkin? 12 oy buyoqdan 12 oy 60 oy topasiz, $120,000 pul topasiz. Lekin 1 yil ana shu yerda $12,000 olib kelib, $1000 hisoblab, uni 5 yil davomida siz $500,000 qilishingiz mumkin. Nihol ekasiz, suvni quyib turasiz, aka bu natijalar paytida aka bana bog' bo'ladi. Ukam ana shu narsadan voz kechyapti. Yengilroq hayotga o'rganib qolyapti. Buni internetga olib chiqmaysizlar. Shunchaki o'rganib qolyapti. Bu noto'g'ri narsa. Chet yashaydiga biz O'zbekistonga kelishiga bo'lmaydi. Juda ko'p do'stlarim Koreyada ishlashgan, boshqa qilishgan, kelishgan aka zo'r pul topishganda, 5 yil ishlashdi, zo'r pul topishdi, kelishdi, zo'r uyda qildi aka, zo'r kirani qilyapti hozir. Ko'p musofirda yurganlar ko'rayotgan bo'lsa, tezda qaytinglar.
oziq ovqat $5000 do'kon bo'ladi, kichkina. Bekat bilan ham to'ladi. Qiling qating. O'sha hayotni bizni shu yerda turib ham qilishyapti. O'sha uylarni ham quryapti, o'sha mashinani ham olyapti. Shunaqa. Lekin en bitta yana bir nozik nuqtasi bor bu yerda Abrorbek. Chet elda yurgan insonni qaytib kelgandan keyin ota-onasini shu yosh olish jarayonlari, farzandini katta bo'lishligi, ayolini shu yonida birga bo'lishligini, shu topgan pulini 90% ni bersa ham qaytarib ola olmaydi. Shunaqa. Yutqizib unda ko'proq. Puliga sotib olib bo'lmaydigan narsalarni yutqizyapti. Bir ukamiz bor Shahrixonda. Kamera olami degan Ilhomjon deyapman. Kamera zo'r sotyapsiz? Ha, zo'r sotyapman. Qaysi tavallud zo'r ketyapti desam, haligi oilaga bunday qilib qo'yib qo'yaman. Wi-Fi rastedan turib ko'rib o'tiradi-yu deydi. Ikki tomonlama gaplashadi degan. Ha, zo'r ketyapti aka deydi. Sabab nima? Haligi ota musofirda turib farzandlari o'ynayotganini, xotini ishdan shupurayotganini hovlisiga qo'yib qo'yapti, onlayn ko'ryapti. Ularni yutug'i uchun ertangi kunga yaxshi hayot kechirish uchun musofirda ishlayapti. Akalar, zo'r pulni topinglar, u yoqda sarflamang. Men Saudiyaga borganimda bitta futbolka olganman emasman $10 ga. Maqsadim tezroq pulni olib kelib O'zbekistonga bitta narsa qilish. Uy qurmaganman aka. Uylanishimdan bir necha muddat oldin robot qo'yganman. Sabab nima? Robot puliga men obro't etqandim-da. Bir xona uyim bilan qo'yganmiz. Uyimizni yarmini ham sotib yuborganmiz oladizim bilan. Robot qo'ymaganman. Bo'ldi o'g'lim. Borish kerak degan. Chet eldan turib O'zbekistonga qanaqadir mehrlarni izhor qilayotgan narsani biz o'zimiz ham hayotimizda ko'p bor ko'rdik. Hattoki to'y yig'inlarda ham mana bu Zoom deymizmi yoki Skype. Biz endi yoshligimizda Skype bo'lardi, telefon ham bo'lmasdi. Kompyuterda Skype'da shu nimaga mikrofonga olib chiqib turib gapirtirilgan holatlarni ham ko'rganmizda. Qarang, hattoki ota qiz farzandini turmushga uzatyapti-da, o'sha oxirgi fotihasini udalyonniy uzoqdan turib beryapti. Bu juda bir ayanchli holat o'zi aslida. Siz aytgan narsani haqiqatan ham qilib, o'sha yerda qaysidir o'ziga bir yetgan bir fundament padushkani yig'ib turib O'zbekistonga kelib o'sha biznesni qilsa, bu yerdagilar ham o'lib och qolib ketgani yo'q. Bu yerdagilar ham o'sha muvaffaqiyatlarga erishyapti. Bo'lib ham hozirgi zamonaviy dunyoda ko'ryapsiz, sekin-sekinlik bilan haligi bir chegara yo'q. Chegara shunday oldin endi haligi sotish mumkin bo'lgan narsalarga siz mana o'zingiz aytyapsiz, auditoriya yig'asiz deb. Hozir biz Shahrixonda turib, Nukusdan xaridor topib, через доставка 2 kunda maksimum agar Nukus bo'lsa, Toshkentga bo'lsa, bugun hozir biz buyurtmani olamiz soat 6 da, ertalab soat 9 da yetib boradi. Baryer yo'q уже, chegara yo'q. Biz endi katta biznesmenlar bilan suhbatlashamiz. O'ylaganinglardan ko'ra kattaroq. Yonida o'tirib, choy damlab turib ishlarini qilaman. Nimaga qanaqadir ilm o'g'irlaymanda. Ular aytadiki, bular endi Sharxon bozor, Andijon bozor deb harakat qilmaydi. 38 million aholisi bor O'zbekiston katta bozor deydi. 42 million aholisi bor Afg'oniston katta bozor, Iroq 41 million, mana mancha million, mana manaqa million. Borsa bo'ladi degan suhbatlar bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak biz Andijonda turibmiz. Bizda 10 million aholi bor edi vodiyda. 10 million aholi bor. 10 million aholining 0.1% emas, 100.1% olsin, kelgan mahsulotingizni hisoblang. Manchaga sota olar ekanman. Manaqa marja qo'ysam, manaqa foydalanar ekanman. $5000 bilan ham biznes boshlasa bo'ladi. Milliard sohasiga olib chiqsa bo'ladi. Faqat ana sohani ilmini o'rganib qo'ysa, harakat qilsa bo'ldi. Akalar qo'rqmanglar. Bir narsa qilsam o'xshamasa-chi, u qilsam o'xshama. Yahudiylarda bir oltin qoida bor. Qarang. Sen deydi, butun umringda duradgormisan, duradgor sohangni qil. Umringni duradgorlikka sarfla. Sen mahallingdagi eng zo'r duradgor bo'lib vafot etasan. O'g'lingga meros qoldir. O'g'ling ana sohada butun umr sarflasin. U mahallada emas, u tumanda eng zo'ri bo'ladi. O'g'ling nevarangga qoldirsin. Natijada sen yer yuzidagi mana shu yer, tumalaq, to'p eng zo'r duradgor bo'lasan. Nomer ayting. Da. Bizda yaponlar ham shunaqa. Umrini oxirigacha bitta kasb bilan shug'ullanadi. Nima uchun Ikkinchi jahon urushidan keyingi natijaga erishgan birinchi raqamli davlatlar Yaponiya. Texnika bo'yicha, mana Toyota, Lexus, Nomer adino. Nimaga unaqa? Ular butun umrini bitta kasbga baxsh qiladi. U mana o'zimizda shunaqa bir tushuncha bor, oddiy bitta oshxona biznesida bor. Odamlar oshxona biznes qiladi,
aytaylik kunda lag'man qiladi. Lag'man qilsa, lag'manimcha ishlab yurib ketib olmayapti. Somsa qilaman deydi. Somsa qilaman deydi. Yoniga shashlik qo'shaman deydi. Ular ham yengil-yelpi bo'ladi-da. Sen asha lag'manni shu bir oliy bir maqomiga olib chiqqin, mana shu lag'manxonaliging senga mashhurlik olib kelsin. O'shandan sen zo'r bo'lib ketgan. Nimaga endi misol uchun bizda misol mana Sharxonda o'rdagi bilan mashhur. Asakada bo'yin go'shti mashhur. Shu narsani biznesda yuqori bir san'at darajasiga olib chiqqandan keyin odamlar butun bir O'zbekistondan shu haqida eshitadi. Mana bizni o'zimizni oshnoganlarimiz bor. Respublikada vazirlikda odamlariga Sharxonga kelib turib dastavka orqali o'rdak go'shti chiqarib oladi. Eshitganmiz, bilamiz. Shu darajaga urg'unga yetgan. Nimaga endi bizda hozir o'sha rivojlantirilmagan sohasini yana qolgan boshqa bilmaydigan sohasi bilan rivojlantirmoqchi bo'ladi odam. Mana siz aytmoqchi, bitta duradgorlikda qoyilmaqom qilolmagan odam bu yerda pichoqchilik bilan shug'ullana olmaydi. O'sha lag'manni oliy bir maqomiga yetkazolmaganingdan keyin sen hozir kelib turib nimani o'rdakni go'shtida osh qila olmaysan-ku, yangilik kiritish uchun. Shunaqa. Shu odamlarni jalb qila olmaysan-ku. Sen oldin o'zingni sohangni bir maqomiga yetkazgan, ustasiga aylang. Kecha Ortiqxo'jayevning bitta videosi chiqdi-da. Aytayapti, Rossiyada qovunni qiroli bo'laylik deyapti. Ko'ribsiz-da? Haligi juda zo'r tushuntiribdi-da. O'zbekistonda 4 oyda qovun tugadimi? Boshqa davlatdan 4 oy olib kelib sotsin. Unda tugasa, keyingi davlatdan 4 oy olib kelib sotsin. Shu qirol bo'ladi. Shuni qilinglar deb maslahat beryapti. Juda zo'r gap bu. U tadbirkorlar ham haligi 150 million aholisi bor ochiq bozor deb turib mo'ljallaydi-da. Ular Moskvani o'ziga sotamiz demaydi. Aytmoqchiman, kattaroq narsani niyat qilsa, oddiy Instagram tarmog'iga kirib kelayotgan ham kartoshkani ko'tarib, kartoshka bozorda kartoshka zo'r sotilyapti, oldiga o'tirib olsangiz sota olmaysiz. Yo'q narsa bilan olib kirib turib mo'ljallasa bo'ladi bozorda. Demak, 150 million aholisi bor Rossiyada ham qovun problemasi bor. Ushasin zo'r. Haqiqatda sizlar ham katta bozorda mo'ljallab ko'radigan, kiradigan bo'lsanglar, yaxshi natijaga erishadi liboy sohasi. Faqat doimiy. Rus tilida nima deydi? Disiplina deydimi? Постоянство. Ha, shunaqa, doimiy, intizommi shunaqa. Shunda zo'r bo'ladi. Endi u agronomiya, shu qishloq xo'jalik bizni juda ham bir og'riqli nuqtalarimiz. O'zi aslida bu O'zbekistondaqa jannat makon o'lka bu dunyoda yo'q-da. Hattoki mana o'zingiz mana aytyapsiz, Saudiyaga juda ko'p safar qildim, boshqa deyapsiz. O'sha davlatdagilarga mana oddiy bitta haligi bir haligi kechinmalar bor-ku. Bir odam Saudiyaga borib, qayerdan kelding? O'zbekistonga tasvirlab bermang. O'zbekiston desa, shu boramiz, o'tiramiz, choyxonada osh yeymiz, tagimizdan anhorda, ariqlarda suvlar oqadi, tepadan mevalarni olib yeyapman desa, jinnilik qilma, menga jannatni tasvirlayapsan-ku deydi. Xuddi shunday aslida mana biz kunda kunora mana o'zimizni Sharxonsoyda bo'yida somonlarda tepada giloslar pishib yotibdi demoqchiman. Bu bir ne'mat. Bu imенно shu agronomiya, shu qishloq xo'jalik sohasiga bu yerga ilmini bilish kerak. Biz misol o'zimiz ham chet el safariga borganimizda ertaga mevalarni yesak, og'zimiz srazu tushunadi, что u yerdagi mevalarning ta'mi yo'q, maza yo'q. Aka, har sohani ichiga kirganda ilmini o'qib turib kirsin. Agronomiya sohasida ham eksport qilsin. Liboy davlat bizni mahsulotni oladi. Liboy davlat oladi. Chunki bizdagi mahsulotlarda ta'mi haqiqatda boshqa davlatda ham topilmaydi. Shunaqa joyda yashayotganimizga shukr ham qilsin. O'shuning uchun ham chet elliklar bizni O'zbekistonga kelib, именно shu gastronomiический O'zbekistonda oziq-ovqat bozorini ko'rib lol qoladi-da. Chunki oddiy bitta palovini yesin yoki sho'rvasini yesin, hech qachon siz Saudiyaga borib, Saudiyada o'zbek povri pishirgan sho'rvani, ko'za sho'rva, qo'zichoqdan tayyorlangan sho'rvani O'zbekistondagi qo'zichoq sho'rvasi bilan taqqoslolmaysiz. Povrashadi, lekin mahsulot Saudiyadan-da, u yerdagi qo'ydan qilingan. Biz O'zbekistondagi qo'ydan, mana o'zingiz bilasiz, tog'da, yaylovda yurgan qo'yni go'shti bilan uyda yem yegan qo'yni go'shtini juda katta farq bor. Hozir aktiv nechta biznesingiz bor? Taksi park qildik. 3 ta bo'lsa kerak. Yaqinda qildingizmi taksi park? Ha, taksi park yaqinda qildik. Ish kerak deb e'lon bergan ekansiz. Ha, ish kerak. Hali ham? Olyapmiz. Ha, bitta emasmi? Yo'q, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bu bir. 12 viloyatga ekib boramiz. Dex taksi parkni Andijondagi, O'zbekistondagi bir distributor deydimi, hamkori bo'ldik. Shu biznesni boshladik. Ya'ni
Men shunaqa kichkina bizneslar qilishni xohlayman. Men sizdan davom etadigan. Ha. Sizga bog'liq bo'lmaydi. Menga bog'liq bo'lmagan. Men uni ustida turmayman. Chunki menga bog'liq bo'lgan ishlarni qilib chiqdim. Ha. Hammasini qildim-da. Endi men blogerman-ku. Hmm. Men safarlarda yuraman-ku, to'g'rimi? Men sizdan bo'ladigan ishlar qilyapman. Va bundan maqsad nima? Elchi taksi qilib, taksida olib kirishdan. Larga yaxshiroq sharoit qilib berish. Men kira qilganman aka. Kuniga 200 ming topardim. 33 yurardim. Kirakashlar assalomu alaykum. Men tanigan o'zim gruppadagilarim bor. Bular kira qiladigan bolalar. Qarangki, bakovoyimni ukam urib olganda uyga olib kiryapti. Birinchi olgan Sparkimni. Moshinani sotayotganda bakovoy qo'yganman. Ha. Tushunyapsiz? Oshna olmagansiz. Oshna olmaganman. Kira qilayotgan odamlarga oson emas. Ular mashinasi buzilsa keyin ustaxonaga olib kiradi. Iloji yo'q Iloji yo'q vaziyatda. vaziyatga yetib qolsa. Moyini aka 5000 dan almashtirmaydi. 8000 7000 bo'lib ketadi. Hammasi ham emas. Hozir men negativ fikr yozib olishi ham mumkin insonlar. Men o'zimni ichimdagi do'stlarimni aytyapman. Ular meni aka-ukalarim, do'stlarim. Haftada bir marta oshimiz, boshqa qilamiz. Shu narsalarda men yechimini qilib bering. Moyinimi men almashtirib beraman. Nimaga? O'zimni qilayotgan foyda qo'yganimni marjasini foizi bor-da, shopirlar o'ziga beriladigan. Shumizatsiya qilgan shopirni eshitmadim hali aka. Yandex kira qilayotganda shumizatsiya qilgan. Men qilib beraman. Har oy meni taksi parkida ishlagan shofyorlarni eng zo'r ishlagani bor-ku. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, shumizatsiya o'rtamiyoni $400 dan $800 gacha qilamiz ishxonamda, bepul qilib beraman. Bepul qilib beraman. Tonirovka krugovой ruxsatnomasini men bepulga olib beraman. O'zini birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinlar bor. Bularga bunaqa imkoniyatni oldin hech kim bermagan. Boshqa taksi parklar, boshqalar. Meni Yandex taksi parkimda, ya'ni Elchi taksi parkida 12 viloyatdan ishlamoqchi bo'lgan insonlarga men shunaqa imtiyoz bor. Keyin zo'r bitta Lucy mashinam oldim Spark'ga. Shuni bermoqchiman. Ichlardan zo'r ishlaganlarga xohlagan gaz zapravkamga boraman, benzin zapravkamga boraman. Meni taksi parkidan kelgan odamlarga mancha foiz aksiya qilasan. Seni bepulga reklama qilaman. Rozimisan? Yokida shu pulni men beraman. Taksi park shopirlarga nima kerak? Mo'yka kerakmi? Mo'yka borib aytsin. Elchi taksida meni shopirlarimga 50% aksiya qilsa, qolgan 50%ni men nimadir qilib berishim mumkin, yokida pulini men beraman. U o'zini marjasidan foiz mo'ljallangan. Topilgan daromadimning 50% shopirlar o'ziniki. Bu avtomehrda necha kishi ishlaydi? 5 kishi. Объем qanaqa? Объем Allohga shukr 5alasini ro'zg'ori yaxshi qaynayapti. Ya demoqchiman, sizda auditoriya bor. Siz ko'rsatuvchilaringiz bor, shu ishingizni qilib ko'rayotgan odamlar bor-da, ulardan sizga kelayotgan talab oshib ketsa, ularni qondira olasizmi? Talabini? Albatta. Ya ob'yom ko'payib ketishi ham mumkin-ku endi. Ob'yom doimiy tarzda ko'p bo'ladi. Ustalar, mijozlar ustalar vaqtiga qarab turib ish qiladi. Aka o'chirtmoqmi, 3 kundan keyin olib kelaman, 4 kundan olib kelaman. Shu mijozlarga 3 ta o'chirt bor. Jetur olib qolingan bo'lsa, undan keyingisi 3 ta o'chirt bor. Agar ustamiz ma'qul bo'lsa, ishimiz yoqqan bo'lsa, kutadi, bo'lmasa boshqa joyga boradi. Rizqi qo'shilgan bo'lsa, nasibasi kelib bizda qildiradi. Lekin ishxonamni unaqa reklama ham qilib yormayman. Akkauntimga yozib qo'yaman, kesin, qilsin. Muammo yo'q. Nimaga? U yerdan bo'lgan minus menga bo'lgan minus. Aka 100 ta mijoz olsangiz 10% minus bo'lsa 10 ta odam bo'ladi, 10 ta odam negativ bo'ladi. 30 ta mashina olsangiz 3 ta bo'ladi-da. Men 10 tani olib turib arzon narxda olishni xohlamayman. Bizni ham qoplagan holatda 30 ta mashina oling, 3 ta xato bo'lsin. Buni ko'rsatkichi yaxshiroq. Hamma joyda xato bo'ladi. Albatta. Xo'p, buncha harakat endi ma'lum sabablari bordir. Orzular ro'yxatida yana nimalar bor? Orzular ro'yxatida birinchi o'rinda yerida tuzilishni o'rganib chiqish. Bittasi chiqdi-yu, tekkiz deb. O'shani aytmaysiz? Yo'q, unaqa maqsad emas. Yerda aylanib chiqish. Ha. Dunyoni aylanib chiqish. Mashinadami, piyodami, samolyotdami aylanib chiqish. Alloh qodir qilsin. Oila a'zolarimni, ota-onamni o'zina maqsad, orzulari bor, niyatlari bor. Shularga erishtirish. Eng zo'r narsa nima? Singlingizga eng zo'r aka bo'lish, suyanchiq bo'lish, akam bor deb xotirjam hayot kechirsin. Jiyanlaringiz tarbiya, akam bor. Ona nimanidir orzu qilyapti, nimanidir niyat qilyapti, o'g'lim bor. Ota ham shunaqa, o'g'lim bor.
Shunaqa inson bo'lish, ya'ni har bir borgan maskanimda atrofimda o'rinli inson bo'lish. Men bo'lmasam uyida zerikarli nimadir bo'lsin yokida ularga nisbatan nimadir holat bo'lsin. Minusmi plyusmi o'zlari biladi. Lekin mana shu davrada ham Abror aka zo'r bo'ldi deydi. Shunaqa narsa. Maqsad shu aka. Mashinangiz qanaqa hozir? Nima? Spark shu Lucy. Nimaga qimmat mashina emas? Shu bolaga ham jigarga aytib kelayotgandim. Men unaqa katta moddiyat qilmasam ham, topayotgan daromadimni ma'lum bir foizi bor-da. 20%mi, 30%mi shunga men transport olaman. Agar men Taxoda yursam, bilinki meni sassiyan ham ko'chada yurgan taxovchilardan ancha ko'payib ketib deydi. Chunki u 10% ga 5% olgan deb biling. Spark men uchun qimmat mashina. Benzinda yuraman, tayyorlovkalar qilaman, gaz quymayman benzinda. Menga kerak bo'ladigan narsa bu Spark. Ya'ni manyorlarga shu ustiga gazni bosaman, yuradi, birov yog'ligim tushmaydi, trotuardan ham o'tib ketaveraman proka bo'lsa. Men odamlarda gapi uchun mashina olmayman, o'zimga komfort bo'lgani uchun olaman. Status emas sizga. Yes, lekin shu narsaga ishlash kerak ekan. 21-asr 38 million aholining ichida status birinchi o'rinda ekan. Bo'lib ham siz mediani odami bo'lganingizdan keyin u odamlar sizni faqat hashamatingizni ko'rishni xohlaydi-da. Chunki u o'zida yo'q narsani qiziqib ko'radi-da. O'sha orzulariga, kechinmalariga berilib ketadi o'sha yerda. Shunaqa. Endi aslida bu bizni o'zbeklarda baribir haligi qonidagi bir bor narsa, odam shu mashinani bir hashamat deb biladi. Qolgan endi aslida bu transport shu vosita, markab o'rnida. Pulni to'g'ri taqsimlang. To'g'ri boshqaring, pulsiz boshqarmasin. Ya'ni inomarka olsam, qarzga qilib bo'lsa ham to'g'rimi? Meni bir ko'chada qisib o'tib ketganlar meni. Menga zulm bor, o'rtada qarz bor, qiynalaman. Aytdim sizlarga, qarz bor odam 90% miyasi aynib turadi. 10% ishlamaydi. Meni miyam 100% ishlashni harakat qilaman. Maksimalning. Yoshlarga ham tavsiya qilaman, akalar atrofdagilar uchun yashamanglar. Ukalar atrofdagilar uchun yashamanglar. Aka, men tanigan biznesmen akalar Yevropada ham, boshqa mamlakatlarda ham juda katta boyda, aka, katta boy. Hisob-kitob qilsa, Sharxondagi territoriyadagi zavodlari bor. Sharxondagi aholini 1 yil indamasdan shunday baqaveradi bir kunlik topgan daromad. Ular Yevropada, bizda emas. Kichik-kichik mashina bilan yuradi. Nimaga desa, bu menga komfortda. Men ham shunaqa bo'lishni xohlayman, status uchun emas, komfort uchun yashash. Men kiygan kiyimim brend mastur, trend mastur, menga komfort. Odamlarga u gapiradimi, boshqalar menga qiziq emas. Menga komfort qiziq. Bo'lmasa nima qilaman birov uchun yashab? O'zi shu yoshga kirgan vaqtgacha bo'lgan orttirgan tajribalaringizdan bir 3 ta maslahat bering. Dadam aytgan gapni aytaman. Biznes sohasida $10,000 bitta ish qil deydi. U ishing bankrot bo'ldi 5 yil davomida. Sen nolga tushding. Mana shu 5 yil davomida $10,000 sarflab orttirgan tajribani sen $100,000 berib ham birovdan sotib ola olmaysan. Ya'ni biznes qilishdan qo'rqma. Bu bir. Ikkinchisi, pulni do'st bilma. Lekin u yoningdagi tirgak bo'ladigan ustuning. Uchinchisi, nimaga hozirgi paytda ulfatlar ichida ham, boshqa ichida ham nima holat bo'lsa, puli bor, tili uzunroq gapiryapti-da. To'g'ri. Bu ikkinchi narsa. Pulni do'st bilmanglar. Pul sizdan o'tib bu yoqqa o'tadi, bu yoqdan o'tib menga o'tadi, mendan o'tib bu yoqqa o'tadigan bir xiyonatkor narsa-da. Siz yoningizda ko'proq turish kerak. Bu siz ustuningiz. Duh degan narsa bor-ku. Uveringiz. Puli borlar ko'chada o'zib yuriniz gapiryapti-da. Bu shar'iy tomonlama ham gapirmayapman. Boshqa tomonlama ham. Prosta asr tomonlama. 21-asr yoningizda ustingizcha baquvvatroq bo'lsin. Halol bo'ling, harakat qiling. Uni baquvvatroq qilishga. Shunda ko'p joyda televizorlar bo'ladi. Uchinchisi aka, ilmli insonlarni do'stlik. Ya'ni biznesmenlar, tadbirkorlar bu narsamga teskari bo'ladi, ya'ni ikkinchi aytgan gapimga. Pul ham bitira olmagan narsani ko'p do'stlar bitiradi.
Ya'ni siz puldan ham do'stni ham ko'paytiring. Munosabatlarda, gaplashishda, hammasi bilan o'zingizni yaxshi taraflaringizni ko'rsatmang. Prosta sizga bitta muhabbat qo'yib qo'ysin. Yaxshi bola ekan-a desin. Qanaqadir muammoingizni bir kun Alloh yechadi. Sababchi inson bo'lib qolish mumkin. Do'stlarni ham ko'paytiring. Endi shu joyiga siz hozir aytyapsiz, tadbirkor odam bo'lsin, misol puli bor odam bo'lsin, u bilan yaxshi bo'ling deyapsiz. Hozir gapingiz ma'nosida. Endi haligi nolda turgan odam yoki qanaqadir ishi yurishmagan odam nimadir umid bilan o'sha odamning oldiga borsa-da endi. Endi to'g'ri, u ham hammani ham unga murojaat qiladigan odam ham ko'p bo'lishi mumkin. O'sha odamlar ham qo'llab-quvvatlashiga qanaqangi bir turtki bo'lish kerak. Shuni ham odamlar endi tushunish kerak-da, ya'ni puli bormi? O'sha hali aytganingizdek, do'sting chetga ketyaptimi, to'xta deb ish berish daqa o'shinga ishonch bildirish kerak. Ha, shunaqa aka. Men buni nima uchun aytyapman? Do'stni ko'paytiring. Sifatlisini. Gap pulida ham emas, lekin mana biz komanda qildik deyapman. Haligi Andijonda degan Muhammadjon akam bor, Prestij Biloldin akam bor. Yaxshi insonlar, oddiy kamerachi Ilhomjon do'stimiz ham bor, oddiy savdogar. Mazmunli odamlar bular. Ha, yo'q, bular zaryad energiya bor-ku, ertaga katta odam bo'ladiganlar. Men oldindan fatvo berib gapirmoqchi emasman, lekin haligi bolani 3 yil oldingi holati bilan oddiy Ilhomjonni bugungi holatini solishtiryapman-da, endi buni 30 ga ko'paytiring. Ha. Tushunyapsizmi? Bular ertaga o'zini kasbini mutaxassislari bo'ladiganlar. Ya'ni siz libo holatda filtr qilasiz. Do'stingizni ham filtr qilasiz, uylanayotganda turmush o'rtog'ini filtr qilasiz. O'zingiz tipingizga tushadiganiga, bunday do'ra qarshi kelayotganini ko'rasiz, o'zi taqdir. Siz shuni ko'rasiz-ku. Biz oddiymiz, sodda, oddiy odammiz. Biz qo'limizdan kelmaydigan narsaga harakat qilib yuramiz. Biz ham shunaqa narsalarda moddiyatiga qaramaganmiz. Legenda Otabek akam bor. Kiyim-kechak sotadigan bor. U ham bizning komandada. Suhbatlashamiz. Qayerdadir do'kon ochilsa, borib storylar qo'yamiz. Restoranlar qilsa, kimdir uni bor videolarini qo'yamiz. Turtki bir-birimizga. Zo'r bo'lib ketadi. Bu bolalarda aka pul yo'q. Chunki men aytib o'tgan insonlar ichida katta pul yo'q. Lekin zaryad, ertangi kunga intilish bor. To'xtab qolmaydi. Ishonchi bor insonlar bilan do'st bo'ling demoqchiman. Oddiy. Pul katta rol o'ynamayapti bu yerda. Prosta ishonchi bo'lsin. Ertaga siz shu sohani egasi mutaxassisi bo'ladi. Shunaqa insonlar bilan do'st bo'ling, bemaqsad bo'lmasin. Sizning na oxiratingizga, na bu dunyolingizga manfaati yo'q. 1000 sinfdoshingiz bo'lsin, 1000 ukangiz, yaqinlar, 1000 sinfdoshingiz bo'lsin, mahalla ko'ydagi aka-ukalaringiz bo'lsin, lekin qarangda, sizning oxiratingizga ham manfaati yo'q-da. Bu dunyoga ham manfaati yo'q. Nima qilasiz? Qimmatli ortga qaytmaydigan vaqtni u insonlarga sarflab. Qadrini bilmagan odam. U Alloh bergan vaqtdan unumli foydalanmayapti-yu, sizga qilgan e'tibordan unumli foydalanadi. Endi suhbatimiz yakunlanadi deb qoldi. Biz sizga bermagan savollar, lekin siz shu narsalarni gapirmoqchi bo'lgansiz. Endi misol taklif bo'lgandan keyin ham mana shu narsani aytishim mumkin bo'lgan deb o'ylab qo'ygan gaplaringiz bo'lsa aytsangiz. O'ylagan narsalarim yo'q. Ertalabgacha savol bersangiz, javob beraman. Men so'ragan, men qiziqqan narsalarni ham boshqa hammasini berdinglar. Maksimalni noto'g'rimi, to'g'rimi, men uni o'zimni to'g'rilay olmayman. Borim shu. Borim shu, shuni aytdim. Xato bo'lsa, kuzatayotganlar aybga buyurmanglar. Men ham sizlar kabi bitta xomsut emgan bitta bandaman. Haligi odamlarga aytaman, siz aytdingiz-ku aka, 1000 marta haj qilsa ham, boshqa qilsa ham haligi silay rahmni unutmaslik kerak deb shu narsani doim yodda tutamiz. Faqat nimadirlar to'sqinlik qilib qoladi-da, munosabatlarda, boshqalarda. Bitta she'r bor, aytib beraymi aka? Ayting. Har davrada aytganman, mendan iltimos qilishadi. Endi onam bilan har xil kunlar o'tkazganman-da. Ko'p yutuqlarga erishganmiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana shu safarlarga chiqib, umra qilib, boshqa qilib, keyin bir Otabek Odilov degan ustozimiz bor. Men ustoz deb bilaman. Shoir odam, shu insonni she'rini aytib beraman. Kimlar uchun yuksaklarga parvoz etgan zo'rman men. Haqiqatda. Odamlar atrofdan nazar soladi. Kimlar uchun yuksaklarga parvoz etgan zo'rman men.
lekin ular bilmaydilar hali hamon g'o'rman men. Yonimdagi jannatimni ko'rolmagan ko'rman men. Chin manzilim yonimda-yu, uzoqlarni ko'zlabman. Yonginangda yuribman-u, qaraganing sezmabman. Ukamdan go'sht yubordim musofirda yurganimda. Rohat qilib yer deb o'zimcha o'yladim-da. Ancha bo'libdi ona, go'sht yemay qo'yganingga. Men notavon nodon farzand e'tibor ham bermabman. Yonginangda yuribman-u, qaraganing sezmabman. Sal yo'talsam darmon qilib ko'rpachaga urarding. Hol ahvolim so'rab tinmay parvonalar bo'larding. Qosh ko'zlarim lat yesagar uzoqdan ham ko'rarding. Necha yilki oyoqlaring zir qaqsharkan bilmabman. Yonginangda yuribman, qaraganing sezmabman. Mana shu bo'ladi aka. Ancha ta'sirlik. Shu Bu juda ham uzoq she'r. To'ylarda do'stlarim so'raydi, aytib beraman. To'ylarda aktivmisiz shu joyiga? Faqat she'r aytib berishga. Chunki buni men ko'p sahnalarda aytganman. Bu hozir vaqtni olib ketadigan uzoq she'r. O'zim ham hissiyotga berilib ketib qolaman. Shuning uchun to'xtatib qo'ydim. Bugun mana biz hamsuhbat loyihasini 5-sonini oldik. Bu yerda bizga mehmon bo'lgan inson shu taniqli shu Andijon viloyati Asakadan bo'lgan blogerimiz Abrorbek Elchi. Bu kishi bilan biz o'sha hayotda bosib o'tgan yo'llari, muvaffaqiyatlari, o'sha yutqiziqlari to'g'risida suhbatni qurdik. Ko'rib, bu bo'yicha o'zingizlarning fikrlaringizni bildirishlaringizni so'rab qolamiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Abror aka, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz? Sizlar ham rozi bo'linglar. Ya'ni ko'nglingiz so'nmagan bo'lsa, endi anaqa aybga buyurmaysiz. Zo'r bo'ldi aka. Zo'r bo'ldi. YouTube'ga olasizlar, to'g'rimi? Ha, YouTube'ga qo'yamiz, xudo xolasa. 1 soat bo'ladimi, 2 soat bo'ladimi? Nimadir ozuq olgan bo'lsanglar, baxtinglarga rozi bo'linglar. Ana shu narsa qabr sizniki, qilgan amal sizniki. Shuni hisobidan atrofdagilar gapiga e'tibor bermagan holatda maqsadlaringiz sari olg'a. Siz bilan kelajakda ko'rishamiz. Rahmat. Rahmat katta.